yetib pushtingizga urib yuboradi siz sharmandagarchiligingiz. Hattoki shartta aytganlar, qarzlarim bor. To'y marosimi bo'lib o'tgan. To'y ham bo'lmagan, zaksdan o'tganmiz. Bilan 14 yoshlik farqimiz. Bu erkak yo'q bo'lib qolgan keyin. Oyligingni menga berib turasan. Uysiz qolib ketdik. Xullas falonchini qizi bizdan afzal bo'ldi. Men qaynataga xizmat qilishga majbur emasman. Haqli bo'lgan paytimda bir martagina yonimda olmaganlar-da. Yoringiz qanchalik darajada sizni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlaydi? Assalomu alaykum, mani nurizlilarim, sog' omonmisiz? Bugun siz bilan shunday bir ajoyib mavzuda men video tayyorladim. Ya'ni sizlar bilan birgalikda bo'lishini xohladim. Men hozir bugungi podkastimizga taklif qilgan insonimiz ham tadbirkor, ham uy bekasi, 3 ta farzandning onasi, ham bloger ayol Nargiza xonim, ya'ni Nargiza opani taklif qilganman. Xush kelibsiz deyman. Bugungi podkastimga men mavzu tanlashda o'yladim va shu paytgacha har xil mavzularni o'ylab ko'rdim, lekin menimcha ayol baxtni qayerdan izlashi kerak degan mavzuni qo'yishni xohladim va menimcha bugun mana shu mavzu atrofida gaplashamiz va ayol qizlarimiz uchun xayrli va manfaatli bo'lishini niyat qildim va siz ham niyatingizni go'zal qilib bizani kuzatishni va bizdan har bitta eshitgan narsalaringizni tahlil qilib undan keyin izohlar yozishingizni so'ragan bo'lardim. Assalomu alaykum Nargiza opa, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ancha bo'ldi men siz bilan uchrashmoqchi edim. Ikkalamiz vaqtimiz hech to'g'ri kelmasdan Alloh taoloni bugungi nasibi bugunga bo'lgan ekan. Xursand bo'lib ketdim taklifimga rozi bo'lganingiz uchun. Xo'p, Nargiza opa, men sizga birinchi bo'lib beradigan savolim bor. Siz auditoriyangiz kim deb kuzatadi? Ijtimoiy tarmoqlarda borsiz. Qiyinchilikdan chiqqan ayol sifatida. Menda ham shu savol qiziq bo'ldi-da, nima uchun kuzatadi? Muvaffaqiyatli ayol deylik. Qiyinchiliklar ortidagi muvaffaqiyatli ayol deb kuzatishadi. Men ham qiziqdim-da, auditoriya meni nima uchun kuzatadi deb o'sha payt apros savol o'tkazgan paytimda so'rovnoma ko'pchilik inson mutaxassis ham qadriyatlar bo'yicha tushuntirib beruvchi oddiy ayol deb aytishdida. Keyin shu savolni sizga ham bergim keldi. O'zi siz auditoriyangiz kim deb taniydi? Ya'ni nimadir reklamasini olib chiqadigan insonmi yoki o'z hayoti bilan, tajribasi bilan yordam beradi? Yo'q, men reklama, ya'ni bunaqa juda ham ko'p reklama olmaganman shu kungacha. Blogerlikda. O'zimga yoqqan yoki foydasi teggan nimadir bo'lsa, qo'yib berganman, lekin ketma-ket hech qachon reklama olmaganman. Bu meni o'zimni prinsiplarimga ham to'g'ri kelmaydi. Uni mas'uliyati ham katta. Keyin reklama uchun boshqa profillar bor. Hayotiy. Men mana bloger deganda biza nimanidir maqtab reklama qiladigan inson. Men sizni kuzatgan paytimda unaqa narsa sezmadim. Men sizda birinchidan tabiiylik, ikkinchidan to'g'ri gapni gapiradigan. Ya'ni Turkiya haqida ham, O'zbekistonda nimadir faoliyatingiz bo'lsa ham to'g'ri va samimiy gapirishingizni va farzandlaringiz bilan to'g'ri hayotingizni gapirib borganingizni mana tabiiy yurg'izadigan insonlar ham bor ekan-ku degan. Men blogerlarni kuzatmayman va o'sha sizni uchrashuvga taklif qilishdan oldin biroz kuzatdim sizni. Boshdan oyoq kuzatib chiqsam, haqiqatda tabiiylik bor. Va sizni menimcha kuzatgan ayollarda fitna uyg'onmaydi. Chunki ko'pchilik blogerlarni kuzatib kelishadi, motivator, blogerlar bular hammasi bitta turga kirsa, ularda birdan boyib ketgan sahna va ideal hamma narsa ideal va bizani ayollarimiz kuzatib motivatsiyasi o'lib boraveradi va o'zini uydan ham, shuni eridan ham, oilasidan ham talab qiladi. O'sha standart bo'yicha men sizni haqiqatda tabiiyligingizni tan oldim, shuning uchun taklif qildim. Mana shu gapingizga bitta anaqa qo'shib ketmoqchiman. Masalan, birdaniga boy bo'lib ketganlar aslo birdaniga boy bo'lgan bo'lmaydi. Ularning orqasida yaxshi moddiy qo'llab-quvvatlaydigan kimlardir bo'ladi. Обязательно bu ota-ona bo'lsin, aka-uka bo'lsin. Yo erini orqasida, yo o'zini, yo har ikkala tomondan qo'llab-quvvatlaydigan kimlardir bo'lsa, balki ular mehnat qilib nimanidir isbotlay olgan bo'lsa, ular keyin qo'llab yuborishadi. O'shan menimcha mana shunaqa qilib birdaniga boyishadi-yu, lekin buni boshqachasiga ko'rsatishadi-da. O'zligi qilganda. Menimcha ham shunaqa. Chunki mana qarang, bu o'zimni shunchaki tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. Meni orqamda qo'llab-quvvatlaydigan Xudodan boshqa hech kim yo'q. Xo'jayinimda ham xuddi shunaqa. O'zimizdan kuchimizga, avvalo Allohga, keyin o'zimizdan kuchimizga ishonamiz va birdaniga mana deyarli 10 yildan oshdi bu yurg'izayotganimga. Instagram internetda borligimga-da birdaniga boyib keta olmadim-da. Chunki to'g'ri o'zimizdan kuchimiz bilan hammasiga sekin-sekin erishib kelyapmiz. Orqamizda qanaqadir boshqacha kuchlar yo'q. Mana haqiqatdan ham masalan men oila mutaxassisi sifatida ayol qizlar bilan ishlab kelayotgan bo'lsam 7 yildan beri, bilasizmi, ularda shunaqa motivatsiya bor.
bu o'sha tez boyib ketish, xuddiki telefonni qo'liga olib nimadir gapirib, mashhur bo'lish juda oson deb o'ylayman. Chunki ayniqsa sharmandali holatda tez mashhur bo'lasiz, lekin buni ayanchli tomoni ham bor. Yetib tezga urib yuboradi siz sharmandagarchiligingiz. Lekin mashhur bo'lish bilan muvaffaqiyat o'rtasida farq bor. Muvaffaqiyat bu boshqa narsa, mashhurlik bu umuman boshqa narsa. Ba'zi ijtimoiy tarmoqlar yo'q bo'lgan paytida kimdirlar yo'q bo'lib qolishi mumkin-da, masalan. Ko'pchilik ayollarda o'sha tez baxtli bo'lib ketish sindromi bor. Tez tez boy, darrov Mercedesni o'sha nimasi, kartinkasi bor. Menimcha bu narsa sarob ekanligini inson ongi tushunishi shart bu narsani. To'g'ri, ijtimoiy tarmoqlarda har doim 90% chiroyli dekorativniy sahnalar va go'zal hayot targ'ib etiladi. Bu bilmadim nimaga shunaqa. Ba'zi davlatlarda bu cheklov qo'yilibdi. Men xursand bo'ldim. Ba'zi davlatlarda jinoiy javobgarlik bor ekan. Boy bilan kambag'al sevishib romantika sahnalari qo'yilsa, jinoiy javobgarlik berilar ekan. Ya'ni bilimsiz va bilimli insonni birlashishi romantika bo'lmasligi kerak degan falsafa bor ekanda. Keyin o'sha birdan baxtli bo'lib ketish sahnasini qaysi rejissyor qo'ysa, javobgarlikka tortiladigan shunaqa nimalar bor ekan. Xursand bo'ldim, balki bizda ham bu joriy qilinishi mumkin. Keyin Nargiza opa, yana bitta narsani sizdan so'ramoqchiman. Siz chet mamlakatga turmushga chiqqansiz. Kuzatdim, oilangizni ham chiroyli va samimiy, tabiiy qo'ygansiz. Unaqangi bir dabdaba, hashamat ko'rmadim sizda. Menimcha mo'min musulmonning hayoti deb o'yladim shunaqa. Har bir ayolga bu narsa nasib qilsin. Sizga qiyin bo'lmaganmi, masalan, chet elda yashashingiz? Ayniqsa Turkiya va hozir ekran orqasida gaplashdiga o'zbek ayollarimizni turk erkaklari bilan oila qurishda ko'pchiligi baxtlidir, lekin ko'pchiligi baxtsiz ham bo'layapti. Shu haqida men tushunmoqchi edim. Sizning fikringiz? Yashab ko'rgan inson sifatida. Xudoga shukr, 17 yil bo'ldi turmushimizga. To'g'risini aytaman, turmush qurayotganimda shunchaki yoshim уже yetib kelgani uchun Allohga tavakkal qilib qurganman. Men xo'jayinim bilan buni ko'p bor gapirganman ko'p joyda. Shunchaki ko'rishganmiz, menga qop-qop va'da bermaganlar, osmondagi oy olib beraman deb, hattoki shart etganlar. Meni ozgina qarzlarim bor. Ya'ni bilib qo'ygan kelayotganingda deganlar. Uylanib ajrashganman. 2 farzandim bor. Bittasi men bilan yashaydi, bittasi onasi bilan deganlar. Arendada yashayman deganlar. Men senga ya'ni musulmon qanaqa vazifalari bo'lsa, o'shani bajarishga so'z beraman dedilar. Dunyoviy emas, oxiratli ayolim bo'lishini xohlayman dedilar. Shu gaplarga mas bo'lganman. Mashallah. Ya'ni bu dunyo birga bo'lish xohlardim deganlar. Unaqa merimi hech narsa bo'lmagan. Mana shu gap bo'lgan. Rozimisan? Oddiy to'y marosimi bo'lib o'tgan. To'y ham bo'lmagan, zaksdan o'tganmiz. Shu gapni aytganlar, o'ylab ko'r deganlar. Men o'zi o'sha yerda voy juda aqlli gaplar deb o'z ichimda deb turibman. Mayli o'ylab ko'r, javobini aytaman deganman. Shundan keyin xo'p deganman. Sразу borib akalar bilan, ukalar bilan tanishtirganlar, oilalar bilan, ya'ni o'sinlar bilan tanishib kelganman. Keyin bir muddatdan keyin, qisqa muddatdan keyin nikoh o'qitilgan. Yana bir muddatdan keyin zaksdan o'tganmiz. Nimaga bu zaks birinchi bo'lmagan? Chunki dokumentatsiya ishlari sal boshqacharoq edi, qiyinroq edi. Hozirdek oson emas. Hozir oson bo'ldimi? Men aytsincha qiyinroqmi deb o'ylayman. Yo'q, oldin вообще qiyin edi. Keyin mana shunaqa bo'lib, xullas turmushim qurganman. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'lgan, qabullanish, inkor etilish. Qabullanish. Birinchidan umuman chet ellik o'zbek emas. Ularning madaniyatiga o'rganish. Keyin bizda qiyinroqmi ulardan? Ularda yo'q, bizda qiyinroq. Demak, oson bo'lgan osonroq. Lekin qarang, 4 tomoningiz hamma faqat turklarda. Lekin siz baribir gapirish bilgansiz-ku, to'g'rimi? Ha, bilganman. Bilgan taqdiringizda ham yolg'izligim, hech qayerga ketib qola olmasligim, mana shu narsalar sal qiynagan. Keyin qaynagachilarim meni ozgina qabul qilishlari sal qiyin bo'lgan. O'sha taraflama aslida kelib urush to'polon qilishmagan, shu telefonda. Qarang, mana shu qabul qila olmaslik deganda nima deb o'ylaysiz? Qaysi tomondan sizga ozor berishgan? Bu o'zbeklar ichida ham? Ha, nima deyishgan? Bu bizning xo'jayinim bilan 14 yoshda farqimiz. Dokumentalni 14 yosh. Xo'jayinim yoshlari kattaroq yozilgan. Turkiyada bu narsa normal hisoblanadi.
12 yosh o'zi. Xohlagan raqamini yozib Ha, shunaqaroq bo'lgan bir paytlar. 12 yosh o'zi farqimiz, lekin 14 yosh dokumentalniy. Bu sandan yosh. Ha, bu vatandoshlikni oladi-da ketadi fuqarolikni. Ularni qo'rquvi shu bo'lgan. Fuqarolikni oladi, ajrashib ketadi, sani pulingni sog'adi, yeydi, mana shunaqa qiladi deb o'ylashganda, endi atrofda bordir-da shunaqa tajribaligi, kimdandir eshitgan, ko'rganlari bordir. Ularning qo'rquvi shu bo'lgan. Yana ana qilib ketarmikin, bu ham ajrashib ketarmikin degan qo'rquv bo'lgandir. Balki ular ham o'zini mehribonchiligini shu yo'l bilan ko'rsatmoqchi bo'lgandir. Ukam aldanib qolmasin, soddagina deyishgandir. Balki chunki soddalida haqiqatda. O'shanga sal shu tomonlama meni qabul qilishlari sal qiyinroq bo'lgan. Keyin yo'q, hozir juda yaxshimiz hammaligisi bilan, Xudoga shukr. Masalan, o'sha paytda aytayman, men shunchaki tavakkal qilib turmushga chiqqanman, lekin hozirgi qizli turmushga chiqyapman desa, yaxshilab surishtiringlar, kimligini u bu deb ana qo'rqaman. Men o'zim qo'rqaman, voy ish qilib yomon joyga tushib qolmasa deb o'ylayman. Ko'p ayollarga har doim maslahat beraman. U yoqqa borib ishlashadi, ya'ni tanishishadi kimlar bilandir. Ko'pchilik. Va turklar juda shirin so'z ustasi. Rosa so'z boyligi kuchli. Juda ham. Oddiy kitob o'qisangiz ham shunaqangi so'z boyligi kuchliki endi. 3-4 marta ko'rishadi, 3-4 oy balki ko'rishadi, o'tga olib boradi, bu narsa yediradi, ichiradi-da, keyin 3-4 oydan keyin boshlanadi. Adam yo'q, adam rak bo'lib qoldilar, onam rak bo'lib qoldilar, mashinam urib oldi. Rahmini keltirish. Oyligingni menga berib turasan. Beradiganlar qancha bilasiz? Voy, Nafisa opa, men sizga gapirmay qancha depressiyadagi ayollar bilan ishlaganman Turkiyada. Ishlayman, turmushga chiqqan, u yoqga faqat nikoh bilan, shar'iy nikoh bilan, dokumentatsiya yo'q va bilasizmi, ko'p bo'lgani yo'q. Bir oydan oshdi shekilli, menimcha, hayitdan oldinroq edi. Bir ayol bilan ishladim. U yoqda yoshlari katta, 40 yoshlarida, shunaqangi yomon, og'ir ahvoldalarki, va bilasizmi, bu erkak bu ayolni topganini olish u yoqda tursin, O'zbekistonda bir xonali uyini sottirib, bu yoqdan uy olamiz deb, u pulni onalari olib borgan, u yoqda bu yoqda olib yurishganda, bilasizmi nima degan? Yo'qotib qo'ydim pulingni degan. O'g'irlatib qo'ydim degan. Bu ayol u pulni topish uchun Turkiyada necha yil ishlaganman. O'zim turmush o'rtog'im vafot etgan, 2 yetim farzandim bor deb shunaqa yig'layaptilar. Prosta o'zim yo o'ldirishim kerak, yo bu erkak yo'q bo'lib qolgan keyin. Sen menga ishonmayapsan, sen endi ushadi-ku, qanaqa yo'qotasan, nimaga unaqa qilasan? O'sha bahona bilan keyin bu erkak o'zi yo'q bo'lib qolgan. Bu ayol bilasizmi nimaga? U erkak yo'q bo'lganiga siqilsinmi? Chunki eri-ku. Men uni yo'q bo'lganigami? Puli yo'qotganiga siqilsinmi? Nimaga siqilishni ham bilmaydi, umuman yasha olmayapman, nafas yetmayapti menga, nima qilishni bilmayman. Onam O'zbekistonga qaytarib bordim, uysiz qolib ketdik. Juda ham iztirobli holat. Sog'liq bilan sinalmaganlariga shukr qilsin. Da. Ularni o'ziga qaytarguncha o'zi bo'ladi, uni terapevtik holatda o'ziga qaytarguncha qancha vaqt ketadi, kamida 1 oy vaqtingiz ketadi. Masalan, uni etapma-etap. Prosta aytmoqchiligim, bizani o'zbek ayollarimizda o'sha siz aytdingiz-ku, tekshiringlar deyman, kuzatinglar deyman, o'sha narsa kerak ekan rostdan. Mana hozir 40 yoshlarda deyapsiz, 50, 55 yoshli, 60 yoshli ayollar ham menga murojaat qilishgan. Shunchaki maslahat olgan. Ular ham xuddi shunaqa O'zbekistondagi 3-4 xonali uylarni sotib, sentrlarda uylarni sotib, hatto Toshkentlik ham ko'rsangiz, bunaqa anaqa qiladi deb, pastub qiladi deb o'ylamaysizda. Soddalik. Soddalik. Balki bitta narsa meni anaqa qiladi, ularni ayblashamiz. Mehrga zor inson, ular qo'llanadi. Bularning mehrga ehtiyoji bor deydi-da, shirin gapiradi. Biz shirin gapga uchamiz, to'g'rimi? Haqiqatdan. Xuddi shunaqa. O'shaning uchun qizlarni hozir hamma yoqda ko'rsatishyapti-yu, qizlarning mehrga otasi anaqa qilib ko'rsatishyapti-yu, mehr beringlar deb. Qizlar, kichkina qizlarga ham erga tegsang, ering seni xafa qilsa, kela olsan, uyimiz har doim ochiq deb videolar qo'yishyapti. Mehrga to'yib yashagan qizlar bunaqa narsalarga aldanmaydi-da, menimcha. Albatta. Qarang, men shu joyda bitta narsani aytaman. Haqiqatdan mehrga to'y, o'zingni kuchli bo'lishing kerak, hech narsaga muhtoj bo'lmasliging kerak, zo'r. Lekin erkinlik bu g'arb e'tiqodi. Ya'ni erkin holatda hamma narsasini qilib berishingiz, erkin uni erga berishingiz ham qiyin bo'ladi. Erga bersa u o'tirishi ham qiyin bo'ladi. Keyin sal qiyinchilikda. Bu tomoni ham bor. Menimcha o'sha ota-onalar me'yori bilish. Aytadi-yu, farzandiga puldan boshqa narsani bera olmayotgan ota-ona dunyodagi eng kambag'al ota-ona. Menimcha o'sha mehrda ularni to'ydirib, har narsasini me'yorda qilib berish kerak. Ta'minoti ham me'yorida, mehrni haqiqatdan sen uddalay olasan, sen chiroylisan. Bizda masalan bolaligimizdan taqqoslanib katta bo'lganmiz. Xullas falonchining qizi bizdan afzal bo'lgan har doim. Hammada shunaqa bo'lgan. Men o'zim ham hayron qolaman. Onam dunyodan o'tganlar, vafot etganlar va har
har safar agar onam hayot bo'lganlari birinchi so'raydigan narsam, san qoravoysan, sani burning katta, sani nimani xorazmliman-ku, ko'pirni tagidan topib olganman degan gap aytsalar, o'sha narsa hayron qolardim. Men hozir qaraymanda, agar onam hayot bo'lsa, menga javob bering. Men nimam qora? Yoki bo'lmasa hozir javob bering. Qaysi nimani tagidan topib olgansiz deb so'rayman deymanda, bizda shunaqa katta qilgan, bizani katta qilishgan. Ha. Va aytganimdek tarbiya masalasida haddan oshishni tarafdori emasman. Chunki haddan oshib ketgan ona va qizlar bilan ishlayman hozir. Turmushiga 4 oy bo'lgan, 7 oy bo'lgan, 9 oy bo'lgan, nima yashamaydi. Men qaynonataga xizmat qilishga majbur emasman. Men erkin insonman. Menga uni nima bermadi, erim buni nima bermadi. Axir erkakda past balandlik bo'ladi-ku. Shu masalasida aytmoqchiman. Yoringiz qanchalik darajada sizni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlaydi? O'zingizni tabiiy javobingizni berasiz, men buni bilaman. Boshida juda ham arosatda bo'lganlar. Onamning tarafi osammikan, ayolimning tarafmi, ularni, ya'ni qaynonamlarning haqli bo'lgan taraflari bo'lgan, meni haqli. Birga turmaganlar siz yo'q, birga turmaganlar, orada bir kelardilar lekin. Keyin nazorat qilib ketgan. Mana shunaqa, ya'ni bahslashadigan vaziyatlar bo'lgan, tortishuvlar bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Lekin men haqli bo'lgan paytimda bir martagina yonimga olmaganlar-da. Unda deganman, mayli. Demak, sen bu hayot sen qarang, Nargiz opa, nimada haq edingiz o'sha paytda? Уже eslolmayman, ancha bo'lgan. U 2014-yil. Siz yoningizga olmadilar, lekin onasi ha. Arzimagan narsadan chiqardi tortishuvlar. Juda ham arzimagan. Hozir misol uchun kulgili ham bo'lishi mumkin. Hozir eslolmayman nima bo'lgan. Ha. Menimcha kichkina bolalarim hammasi kichkina edi. Shunda ham Yusuf balki boladan chiqardi, anaqa degan bo'lsa kerak. Qachon ketasizlar degan bo'lsa kerak. Qaynonamga yoqmas edi bu gap. Hech kimga ham yoqmasa kerak. Undan keyin uni Esma Nur ham gapirdi, Zaynab Nur ham gapirdi, o'rganib ham qolishdi. Birinchisi menimcha tarsakiday bo'lib tushdi shekilli deb o'ylayman. Nega busini yaxshi ko'rmaydi, bularda turklarni bular unaqa emas. Yo'q, unda emas, anaqa постоянно tarbiya ular xohlagan, yo'q, kanal ochilmaydi. Ularni xohlagan ko'rsatuvlar ko'riladi. Televizor bitdi-yu, endi telefon bermasdim. O'shanga menimcha, o'shandan o'rgatgansan deb tortishuv chiqdi. Men nima o'rgataman? Bolalarda sal tarbiya buzilsa, albatta onasi aybdor bo'ladi. Keyin xo'jayinim ne unaqa dedi, unda bir narsa deb boshladilar-da, keyin bo'pti. Demaysan dedim. Haqiqatni ko'rmayapsan, unda mana shu hayot senga yoqyapti shekilli. Bu men bolalarni olaman deb O'zbekistonga ketaman, nima qilsang qil. Qaynagachlarim, ya'ni opalaring olib kelib yashaysanmi, oila bilan kelib yashaysizlarmi? O'zing bilasan deb ikkita kichkina bolalarni olib chiqib ketgan edim. Boradigan joyi o'zi. Bir aylanib qaytib kelmadim, o'tirdim sohilda, tushib olib, uyimizga yaqinda sohil. Keyin o'tirdim. Keyin qaytib kelib ishdagi odamni o'sha arazlab ketganingizda eringiz boradimi? Ha, borib chiqadi. Endi men ular telefon qilsalar javob bermayman, singlim qiladi. Bu ham yo'qda qattasiz ayting, anaqa qiladi. Sizni singlingiz o'ziningiz, a? Yo'q. Singlim ham o'sha yerda yashaydi, o'zini bergani, lekin o'zbek. Men unda uzr singlingiz deb o'ylayapman. Yo'q. Mana shunaqa yaxshi yashab ketganingizdan sizni singlingizni ular yana kelin qilgan deb o'ylayapman. Shunaqa tushunibman. Yo'q. O'zinim o'zbek, lekin begona qiz. Singlim boshqaga turmushga chiqqan. O'sha paytda boshqa joyda yashaydi, Istanbulda. Singiz ham turk erkakkami yoki O'zbekiston? Ha, turk. Shunaqa qilib singlimdan o'rganib qattaligimni borgan, bo'ldi, anaqa qilaman, tan olaman xato mandaligini. Anaqa qilib berman, oyim bilan ham gaplashdim, haqligini isbotladik. U bu dedilar, shunaqa qilib kelishib oldik. Endi araz qilib yurdik, ayollar busiz anaqasi yo'q. Zo'r. Qarang, shu joyda bitta narsani aytmoqchi edim-da, Nargiz opa, qarang. Mana shu yerda eringiz qilgan narsasi, o'sha gapni aytgandan keyin haqiqatda qaytasiz, to'g'rimi? Chisi bir narsa, qiyin holatda turgan bo'lsangiz bo'shaydi-da, ichiz masalan. Menimcha har bir erkak o'sha onasi, ayoli o'rtasida shunaqangi vaziyat bo'lganida diplomat bo'lishi kerak menimcha. Onasiga alohida gapirib, ayolini ko'ndira olish kerak. Lekin bizda ko'pincha izivatsiya qilishi, bor ketsang ketaver, menga onam, seni ko'chadan topaman, lekin bitta narsa bor. Ona bilan ayolni solishtirib bo'lmaydi umuman. Va siz ham onasizda, farzand onasiz, siz ham kimnidir singlisisiz, kimnidir ko'zini oq qorasi farzandisiz. Menimcha bizda erkaklarda bitta tushunchani aniqlab olishlari kerak. Hech qachon xotin va ayol tanlovi degan narsa yo'q. Bo'lmaydi. Ularda maqom masalasi bor, tanlov yo'q ularda umuman. Ya'ni ikkita xotin emasda, bu yerda masalan ikkita xotini bo'lsa-ki, birini tanlayman, birini javobini beraman. Bu shunchaki mantiqsiz gap. Qaysi erkak san emas, onamni tanladim deyotgan bo'lsa, u ruhiyatida ozgina o'zgarish bor. Ona bu maqom masalasi, yor bu juft masalasi.
masalasida o'sha paytda menimcha erkaklarda juda chiroyli suhbat bilan olib o'tib ketsa bo'ladi. Siz aytgan voqea menda ham bo'lgan. Har bir odam o'sha boshida turmushingizda adaptatsiya jarayoni bo'ladi. Birinchidan sizda mamlakat, ham qadriyatlar masalasi, ularni yashash tarz masalasi bor, lekin bizani o'zimizni shu yerda ham bir viloyatdan keyingi viloyatdagi insonlarga kelin bo'lish ham xuddi sizni holatingizda. Qo'shniga kelin bo'lganlar ham qiynalishadi. Xuddi shu qiyin holatda bo'ladi. O'sha birinchi oiladagi sovuqchilikni menimcha o'sha erkak chiroyli gapi bilan ayollarning qulog'iga lag'monlarni ilib chiroyli san zo'rsan deb. Zo'r sandan hamchi bo'ldi, men adolatni o'rnatdim. Bemalol uyga qayt. Bo'ldi, gap so'z bo'lmaydi, bunaqa mavzu boshqa ochilmaydi deganlar. Onalariga ham xuddi shu gap aytganlar. Hattoki o'sha paytlarda ham qaynagachilarim ozgina rollari bor edi bizning hayotimizda va ularga ham telefon qilib, ularda ham qizlar shunaqa aralashadimi? Biz xuddi bizdek ekanda, o'zbek ekanda ular. Ularga ham aytishdi, bo'ldi, meni oilamga aralashmanglar, bu oila ham ajrim bilan bitmasin, iltimos dedilar. O'sha bo'yi qaynagachilarim bir 6-7 yil aralashishmadi. Haqiqatda anaqa qilishmadi yani. O'sha 6-7 yilda siz o'sha Nargizaxon bo'lgansizda, o'sha endi sizga erni aralashuv kerak emas. Chunki 6-7 yil ichida baribir shu oilada o'sha siz ko'karib, o'zingizni, urug'laringizni nima deydi, tomiringizni yoyib, bu yog'iga endi erni aralashtirmaydigan, o'zingiz javob beradigan holatga kelasiz. Albatta bu tanqid, urush masalasi emas, ular bilan til topishib ketasiz. Ular sizga birinchidan ortiqcha gap gapira olmaydi, siz ham ular bilan chiqishib ketasiz. Keyin hozir bitta narsani so'rayman. Turmush o'rtog'ingiz qaysi gap yoqadi sizga? Hayotim deyishadi. Hayotim deyishadi. Menga esa menga keraksan deyishni yaxshi ko'raman. O'sha menga keraksan degan gapini eshitgunimcha nerasiga tegaman bas paytda. Men keyin bas paytda aytaman. Nima men o'sha menga keraksan degan gapingiz yoqadi deb ayta qolmayman deyman. Tez aytib tursin, menga desam, keyin oxir nima xohlaysan? Sen menga keraksan degan gapni aytgandan keyin sekin o'zimga kelaman bo'lar ekan. Baribir o'zi erkakni siz qalbingizni tortadigan gapi bo'ladi. Bo'ladi. Mana shu hayotim deyishlari ham endi ular boshidan shunaqa gapirib keladilar, qulog'im o'rganib ketgan. Men lekin bilmadim, balki men xuddi sizga o'xshab men ham afsuski onasiz katta bo'lganman va qiyinchiliklarda o'ziga yopiq, umuman fikrini bildira olmaydigan, tushunasiz ya'ni siz mana bolaligingiz to'g'risida gapirib bergansiz ko'p joyda, shuning uchun men sizga eslatmadim hozir. Chunki o'zim ko'rib chiqdimda. Sal anaqaroq bo'lganman, nima deydi? Ochiqchasiga hech qaysi hissiyotini bildiradigan qiz bo'lmaganman-da. Haligacha ular ham aytadilar-da, menga anaqa qilganda chaqirganingda boshqacha chaqirgin, men Adnanbek deyman, bo'ldi. Keyin yaqinda o'zimcha o'zgarishga harakat qilib ko'rdim. O'zgaring. Yo'q, qilsam bolalarimga yoqmadi. Nega? Voy, g'alati eshitilyapti, unaqa chaqirmadimmi deb. Ayniqsa kichkina rosa to'polon qildi. O'zim bilaman chaqiraman. Voy, keyin yana o'sha eski hammom, eski tos Adnanbek bilan qolib ketdi. Men lekin har doim eshitmayman bu gapni. Biz bilasiz, o'zbek erkaklari taltayib ketadi deb o'ylayman. Men o'sha aytgandek menga keraksan degan gapini eshitish uchun ba'zida nerasiga tegaman, aytib qo'ydim. Xo'p, qarang Nargiza opa. Shunaqa paytlar bo'lganmi? Tashlab ketib yuborgansiz? Bo'lgan. Deb. Nima sababdan? Voy, bunaqa ko'p bo'lgan deya olmayman. O'sha birinchi katta o'sha qaynagachilarim, qaynonam aralashgan o'sha vaziyat hozir aytib. Faqat ular aralashuv, lekin er-xotin ikkalangizda bo'lmagan. Bo'lmagan. O'sha birinchisi o'sha edi. Undan keyin baribir hayotingizda bir yangilik bo'lishi uchun kimdir kelaverar ekanda aralashgan. Undan keyin yana bitta tortishuv bo'ldi oramizda bir 3 yil oldin. O'shanda juda qanaqadir yuragim dars ketgandek bo'ldi. Xiyonat emas bu. Aslo boshqa narsa ya'ni. Ayta olasizmi ochiq? Men balki ayollar, voy, men ham shu gapni eshitganman. Mana ayting, nima bo'ladi aytsam. Sal ko'p xarajat qilib yuborsan. Anaqa emas, Roni mana 3-yil ekan, Roni bugun bo'lgan. Bugun chunki tug'ilgan kunimda ertalab ko'zim bor. Mashalloh. Nishonlamaymiz. O'shancha anaqasi, men uchun oddiy kun. Prosta o'sha chislo turadi-yu. Ertalab turdim, endi baribir nima bo'lgan taqdirda ham bir yoshga ulg'ayganingizni tushunib, shuncha yil o'tibdi deb ko'zimni ochsam, nastreniyalar yo'q, o'tiribdilar desam, men buncha pul ishlatyapsan. Holbuki kerakli narsalarga ishlatilgan. Men uchun shunaqa qiluvchi emas. Bularni qanaqa qilib to'lashni o'ylasam, bir narsalar. Keyin eshitsam, o'rtoqlarim hammasini yeri shunaqa ekan. Hozir aytmoqchi-da. Lekin o'sha paytda o'zbeklar ham shunaqa-ku deb. Ya'ni xo'jayinim hech ham bunaqa qilmaganlar-da menga. Bemalol qilib qo'yganlar shekilli-da. O'sha oy menimcha ko'proq rasxod qilib yuborganman, bilmayman. Balki. Keyin
ishlab olmasak deyapman-da. Endi shuni hozir shu mahal shuni hisobini qilish kerakmi deb ertalabdan meni настроениямni buzdi endi. To'polon qilib tavba qildim. Shuncha yillik erim shuni hisoblab o'tiribdimi deb o'shanda rosa o'zimdan o'zim xafa bo'lganman. Ba'zida mayda narsalar juda mayda narsa sindirar ekan odamni. Keyin yo'q, конечно, u hisob kitoblar qilindi, hammasi to'landi, hamma narsa anaqa bo'ldi, lekin meni esimda qolib ketdi. Keyin rost uzrlar ham so'raldi. Ular mendan, men ulardan so'radim, menga nimalardir olib berdilar xafa qilganlari uchun. Lekin o'sha meni sal anaqa qilgan edi. Demak, bundan katta xarajatlar qilsam, balki men ko'rpamga qarab oyoq uzatmagandirman deb ham o'yladim. Erkalik qildim. O'sha oxir nima bo'ldi? Yarashib oldik. Nima bo'lardi? O'tirmadim men. Da, bu narsa haqiqatdan ko'pchilik erkaklarda bo'ladi, lekin bu dilingiz og'rishiga sabab emas, lekin menimcha bu moddiyat bilan bog'liq narsa. Amma eslayman, turmush o'rtog'im hali ham joyimda turadi. Endi ana onasiz katta, men 12 yoshimda onamlar dunyodan o'tgan, keyin 19 yoshimda dadam dunyodan o'tgan. Keyin shunaqangi vaziyatlar bo'lganki, seni hech kimga keraging yo'q, sen o'sha yetimsan deb gapirganda dilimni og'ritgan turmush o'rtog'im. Keyin o'sha payti как раз yomg'ir yog'gan kun edi. Keyin shunaqangi boshqacha bo'lganmanda, nimadan nimadandir urushganmiz, yoshimizdan teng ba'zi-ba'zida sansirayoraman. Erkatoy bo'lganim uchun bilmayman, keyin shunaqangi haqorat qildilar-da, shunda jim qoldimda. Meni o'chiradigan shu gap bo'lar ekanda, men uncha-munchada o'chmayman-da, masalan, yorim bilan juda bo'lmasa yoniga borib, mana shunaqa turaman-da. Shunda to'xtadim o'sha gapni eshitdim-da. Keyin indamay jim bo'lib qoldimda, keyin aytdim, "Ha", dedim. Rostdan ham-ku yetimman-ku, rostdan ham. Keyin shunaqa yig'i kelyapti-da, hovliga chiqib shundoq turibman-da, men aytyapman, "Bu axir menga tegishli narsa emas-ku bu. Nimaga menga turmush o'rtog'im o'sha gap uchun shunaqa pushaymon bo'lganlar vaqti kelib. Lekin hali yuragimda turadi, buni nimaga gapiraman? Aslo yorimdan norozi emasman. Shunday insonni menga uchratgani uchun Allohga hamd aytaman." Ayollarga aytmoqchiligim, nimadir arzimagan bahonalar bilan oila buzilmasin deyman. Men o'sha paytda ham bitta narsani tan oldim. Rostdan ham men shunaqa-ku, yetimman-ku rostdan ham. Rostdan ham ota-onangizchalik hammaga kerakli bo'lmaysiz. Keyin shunaqa o'yladimda, biroz vaqt gaplashmadim u inson bilan. Keyin sekin o'zlari hech qachon mendan uzr so'ramagan inson, dilingni og'ritdim deganlarida ham u narsani men o'rtadan o'chirdim. Va aytdimki, Umida, rostdan ham yetimsan-ku, nimaga xafa bo'lasan? Rostdan ham sen ota-onangdan boshqa hech kimga kerak bo'lmasligi mumkin. Zato seni qadaringga Alloh taolo shuni bitgan, sen zo'r mana o'zing ishing bor, faoliyating bor, qanchadan qancha ayollarga yordam berasan deb o'ylashadiki, mana baxtli juftliklar sahnasini ko'rgan paytida ularda nimadir o'tmagan deb o'ylashadi. Men bu narsani tan olganimdan keyin turmush o'rtog'im, men prosta tilimdan chiqib ketdi, men noto'g'ri fikr etdim o'sha payti. Uzr degan gapni aytdiki, men aytdim, bizning oilamizda uzr tushunchasi ishlatilishini xohlamayman. Uzr, kechirim, afv bu Alloh taolodan keladigan narsa. Men bu yog'iga bu narsani o'zingizga havola qilganman deganman va o'sha payt bilasizmi, birinchi marta men yetimligimni tan oldim. Shungacha men o'zimni koroleva deb his qilardim-da. O'shandan keyin men shunday pastga tushdim va o'zimni shunaqangi hech kim yo'qdek his qilishni boshladim, mazza qilib yashadim o'sha kundan. Chunki u paytgacha men o'zimda qanaqangidir bir yolg'on narsani sezardim-da. Va shundan keyin mazza qilib yashashni boshladim va turmush o'rtog'im munosabati ham o'zgardi shundan keyin. Va bu men u insondan dilim og'rishiga sababchi bo'lmadi. O'zim eslasam xafa bo'lishim mumkin, lekin bitta narsani aytmoqchiman, bu bilan ajrim degan narsa bo'lmaydi baribir. Ma'lum bir vaqt xafa bo'lganimdan keyin u inson baribir bizga yarashib ketdik, lekin u insonni men yomon ko'rmayman, yana ham muhabbatim cheksiz, yana ham yaxshi ko'raman. Oilada har neki bo'larkan inson baribir xato qiladi. Til suyaksiz deydi-ku, gapirib o'zimiz ham haqorat qilamiz, albatta. Hozir gapirib beryapsiz, shunga o'xshash vaziyat o'sha paytda bo'lgan bizda ham. O'zi o'sha kuni bo'lgan nima bu anaqalarni hisoblashlarining sababi meni singillarim u yoqqa borishgan edi. Mehmonga. Ularga qilingan xarajat hisoblaganda ochiqchasiga aytiladigan bo'lsa. Amma aytaman, meni singlim xuddi sizga o'xshab necha yil deganda Turkiyaga kelibdi. Men mehmon qilman. Bu pullar topiladi, qo'l kiri chunki. Sen dedim, bolalarni xursand qilyapsan. Sening 3 ta bolasi bilan men 3 ta bolamni olib aylantirganni olib bordim. Ani targ'ibot sentrlarida igrovой zalda ovqatlanish u bu derkan ketib qoldi-da. Har bitta bola xursand bo'lganida kulish ham sadaqa. Sen sadaqa qilayotgandek bo'lasan. Ularni kulishi, ularni xursand bo'lishi senga qancha savobli yozilyapti, seni qancha duolar qilishyapti. Sen shuncha savob ishlayotgan joyda sen hisobini qilyapsanmi deb xafa bo'lganman. Sinishi shu. Pul topiladigan narsa-ku, meni sinimdan mehri dan ustun narsa emas-ku. Har kuni yoki men har kuni borolmayman O'zbekistonga. Albatta. Xullas mashinada tortishganmiz. Va xursand bo'lgan deganman.
men buni singlimga aytolmayman, akamga aytolmayman, kimlargadir aytolmayman. Men faqat Xudoga ayta olaman. Albatta. Lekin bir tomondan Nargiza bir baxtli ayolsiz, singllaringiz bor, to'g'rimi? Baribir men bu ayol kishini ayol tushunadi deydi-ku, amanda bu ham yo'q. Bu ham yo'q. Va haqiqatdan dilingiz og'riydi. Ana yetimni yori Xudo deydi-ku. Lekin baribir men bunaqa narsa bor-da, qarang Nargiza opa. Mana shu singan paytingizda siz olib chiqib ketadigan bir xotira bo'ladi. Bilasizmi? O'sha sizni singan paytingizda, o'sha to'kilib bitta o'zingiz va Xudo bilan qolgan paytingizda bir eslaydigan so'zingiz bo'ladi har doim. Men ayollarga aytaman, bor sizda xotira, motivatsiya bor o'zingizda. Siz tashqaridagilarni eshitmang. Albatta o'zingizda bor o'sha narsa. Nima deb bo'laysiz? Oyingizni gapimi, dadangizni gapimi, bu nima o'zi? Yo'q, duo, sabr, shukr. Men o'shanda ham aytganman, ya'ni sen o'sha Xudodan so'ragan ekansanki, mendagi sabrli ayol uchragan ekan. O'zim uchun ham misol uchun aytaman unga. Men ham duolarimni so'rab olganman-da, uni ichmasin, chakmasin deb duo qilardim. Mo'min musulmon bo'lsin, namozini 5 vaqt o'qisin deb duo qilardim, haqiqatda qilardim. Xuddi shunaqa san duolarimda kelsan, sen ham meni so'rab olgansan dedim. Bir-birimizni duolarida bo'lgan odamlarmiz dedim. Lekin hozirgi qilayotgan ishim duolarimda yo'q edi. Meni ssenariyimda yo'q edi. Qatdan o'ylab topding bilasan. Sen ham meni tushungin, bu katta xarajatlar deyapti-da. Endi men o'zimga berin, Xudo barakasini beradi. Qarang Nargiza, siz o'zingiz ham tadbirkor ayolsiz. O'zingizni pulingiz bor. U sizni pulingizmi yo faqat turmush o'rtog'ingiz? Men narsa hamma rasxotimni aytolmayman. Turmush yetsam ancha hushidan ketib qolsa kerak deb o'ylayman. Bu haqiqat. Bizda xo'jayinim har doim oylikka ishlab o'rgangan odam. Ammo riskovat qilishga o'rgangan odam. Mana shu tadbirkorliklar hammasi o'zimni olgan anaqam bo'yicha, intuitsiyam bo'yicha davom etayotgan narsalarda ular. Men ham sizni tanigan tomonim shu aslida. Bloger sifatida emas, tadbirkor ayol sifatida. O'shanga ular hamma narsani dokumentlarni ham saranjom yuradilar-da. O'sha ortiqcha xarajat kim biladi qancha ortiqcha bo'lib ketgan, balki ko'p bo'lib ketgandir, hali ham bilmayman, lekin to'lamasligini bilgani uchun hisob kitobini qilganda to'lamasligini bilgani uchun anaqa qilgan shekilli-da, o'shanda. Bo'lishi mumkin. Keyin aman tijorat orqali pul keladigan, ketadigan narsaligini bilaman. Menda har doim o'zi risk qiladigan odam pul doim aylanib turadi. Men risk qilib O'zbekistondan Turkiyaga boraman, senga tegman deyman. Yechanda risk o'sha-ku. Risk. Juda ham anaqa men bitta kiyim bilan anaqa qilgan odamman-da. Inson o'zi yalang'och tug'iladi, bitta kiyim bilan o'ladi. O'shanga ishonganim uchun hech Xudo bizani tashab qo'yadi deb o'ylamayman-da. O'shanda ham xuddi shunaqa qilganman. Erkaklarda ham bor shunaqa narsa. Вот meni ham turmush o'rtog'imda bor. Bunaqa emas, lekin hamma narsada tartib bilan biron bir kattaroq narsa xaridida sekin meni bundoq orqaroq fonga o'tkazib o'zlari bo'lmasa emotsional javob qilib qo'yishi mumkin. Katta o'sinim o'g'lini uylantiradigan-da, o'sinib kelyapti. Uni jiyaniga tilla taqishimiz kerak. Bitta videoroliklar qo'yilgan, o'shamidi? U to'ymas edi. Yo'q, anaqa Fotiha. Ha. Keyin tilla olishimiz kerak. Kattaroq narsa sentyabrda. Kattaroq narsa olish kerak. Amakisi chunki men ham kenaysiman. O'shanga ham pul yo'q. Bo'lmasa olish kerak. Nimalar to'yona beriladi endi kattaroq deganda? Blauz olinish kerak. 22 probali, ya'ni u degani O'zbekistonda eng kattasi 750 yu. Italiya deyiladi bizda. 916 probali blauzuli bor-da. Sariq bo'ladi. Qizg'ishroq bo'ladi. Blauzi bo'ladi anaqa. Biznikidagi qalin bo'lmaydi, ingichka lekin og'ir bo'ladi. O'shanaqa quyma deyiladi. Qilish kerak-da. Kimga u kelingan? Kelingan. Taqilish kerak, uyat bo'ladi-da, endi amakisi. Uni jiyani uchun men to'polon qolaman. Qancha turadi u? Menda ham shunaqa. Qimmat. Endi katta 80 ming, 85 ming, $2000-larda. $2000 bo'lsa, demak eringiz bilan. Men masalan 100-200 dollarlik bo'lsa, men turmush o'rtog'im bezovta ham qilib o'tirmasam, siz bo'ladi, lekin $2000 bo'lsa, qancha berasiz uni. Yo, misol uchun uyga kattaroq narsa olib beraylik desam ham o'sha pul bo'ladida. Undan ko'ra tillarni любой mahal o'zini ehtiyoji bo'lganda qolagan paytida mulk bo'ladi. Qoradi. O'shani qilaylik deb hozir uni jiyani uchun ham to'polon qolamiz. Da, erkaklarda. O'sha keyin mana shu vaziyatdan keyin o'sha paytlarni yaqinda ham eslavdim-da, o'zini jiyaniga bu bunaqa qilyapti, конечно, menikilarni hisobini qiladi. Necha yildan beri o'shani analiz qilaman-da, qarang. Hamma oilada o'xshash muammolar topiladi. Turkiyada bo'lsin, menimcha boshqa mamlakatdagi insonlardan bo'lsa kerak. Lekin bu narsachi mana xulosa o'rnida hozir mana shu gapimizni biron bir urush janjal menimcha ajrimga olib bormasligi kerak deb o'ylayman. Bir-biringizni yaxshiroq tanishingizga va keyingi safar u erkakka qanaqa muomala qilishingizni o'rganasiz deb o'ylayman. Men shunaqa har bitta to'qnashuvimizdan nimanidir o'rganib olaman. Demak, keyin safar men takrorlamasligim kerak. Lekin ko'pchilik masalan bilmaydigan ayollar deymiz, bilmadim.
bir-birsini aybini kovlash bo'yicha izlanishadi. Erini aybini qanchalik ko'p isbotlab berishni xohlashadi. Erkaklar ayolini qanchalik aybini oilasini oldida aytsa xursand bo'ladi. Bu qanaqa holiga tushib qolganmiz deyman ba'zida. Menimcha urush bo'lmaydigan oila yo'q. Yo'q, unaqasi bo'lmasa kerak yo'q. Juda chiroyli sahnalarni ko'rsatib beradigan insonlarni menimcha mana bunaqa narsada Nargiz opa hozir bitta narsa aytmoqchi edim. Bir kelishmovchilikda bo'lgan oilani men 3 ta bir qadamim bor. Birinchisi sukut rozasini o'rganing deyman. Bu mening mualliflik metodikam. Keyingisi ijtimoiy tarmoqlardan uziling deyman. Agar bloger bo'lmasangiz, shaxsiy brendingiz bo'lmasa, Instagramni, YouTube'ni o'chirib turing deyman. Nimani? Telegramni, endi YouTube'da jabr bema'ni narsalar bilmadim. O'chirib turing deymanda, keyin endi o'ziga nima kerakligini bilishi kerak ayol deyman. Chunki inson o'zini xohlashini bilishi kerak, u nimani xohlayotganini. O'sha xohlayotganini bilmagandan ham janjal kelib chiqadi. Siz yoringizga aniq ayta olasizmi mana rejalaringiz? Hozir ayta olaman. Men bu bo'ladi, men bu narsani qilishni xohlayman. Masalan, shunga qanaqa yondoshasiz? Men ayollarga tarafdorman. Dugonalari bilan bo'lishdan ko'ra eri bilan do'st bo'lsin, eri bilan rejalar qilsin. Men xuddi shu narsani bir o'sha mash'um kunmi deyim, nima deyim? O'sha go'zal kun. O'sha kundan keyin qarasam sovib ketyapti oramiz, chunki men hali o'sha paytda o'sha xafagarchilik bilan ancha yurdimda. Keyin siz ancha yurasizmi arazlab? Bunaqa yurmaganman, o'sha paytda yurdim. Yurdimda, keyin yarashib ketdik dedim-ku. Yarashish hamja tez bo'lmadi-da. Men obdon xafa bo'ldim. Keyin yo'q, hozir qarasam ham endi shunaqa ekan. Hozir ahmoqgarchilik. Yolg'iz emasman. Chunki ko'p o'rtoqlarimdan ham eshitdim. Xullas, boshqalar ham, ya'ni o'zini erini tanigandir qo'yna-qo'y. Ha, sirazu, bizda ham shunaqa bo'ladi deb. Anaqa bir o'yladim-da, nima ichimda saqlab yurishim kerak, shartta o'tiraman-da gapiraman. Mana sendan mamnaqa narsalarni kutaman. Sen mendan nimadir xohlayotgan bo'lsang, et yuzimga deb etaman dedim-da, chaqirdim. Yurtini aylanib kelamiz dedim. Men shu gapni aytaman ayollarga. O'sha, lekin buning uchun, buni qila olish uchun qanaqadir yoshga yetishingiz kerak ekanda. Yosh kelin-ku hayotda qila olmaydi buni. Balki hozirgi yoshlar qilar. Balki qilishi mumkin, chunki o'rgansa, o'qisa, oila ilmini olsa tushunadi. Chunki men o'ylayman, turmushimning boshida bir necha yil umrim uvol ketganiga sabab bor. Chunki bizda ovqat o'rganishing shart, yaxshi kiyim dazmollashing shart. Masalan, bizda dadam organda ishlaganlar, mansabdor xodim bo'lgan. Endi chizig'ini chizig'adigan narsa meni miyamga urib borardi to'g'risida. Juda ham yomon ko'raman hozir ham uchib qilishi. Bilishing shart. Lekin bironta inson bizga bolaligimizdan aytganmi, masalanda menga senda qalb bor bolam, sen qalbingni esla, sen qalb bor, sen Alloh taolo yaratgan, sen ota-onang emas, seni Alloh yaratgan. Sen o'zingni qalb xohishing bor, sen ayolsan, sen qiz bolasan, seni istaklaring bo'lishi kerak degan narsa aytilmagan. Sen o'zingni o'rgan degandan biz hammani bilamiz, lekin o'zimizni shaxsiyatimizni bilmaymiz. Men o'zimni ko'p o'rganishimga o'sha vaqt ketgan deb o'ylayman. Lekin hozirgi bilayotgan onalar, bizning farzandlarimiz buni biladi. Masalan, siz ham bolangizga aytasiz, o'zingizni aytolmayman. O'zingni istaklaring bo'lsin, bolam, o'zingni xohishing bo'lsin. Nimani xohlayapsan? Hatto maktabga borib men gaplashib kelaman ustozi bilan. Boraman, erinmasdan gaplashib kelaman, lekin bizda bormagan hech kim. Hech narsa bo'lmaydi. To'g'ri aytgan. O'zi sen shunaqasan. Nohaq gapni aytsangiz ham. O'zi nima dunyoga kelgansan? Hatto hech narsa bo'lmaydi. Uyat. Ama erinmasdan har hafta bizga galma-gal dadasi bilan boramiz. Nimaga biz bildik? Biz o'rgandik. O'zimni o'rgandim. Oila nima bo'lishini o'rgandim. Erkak ayol munosabatini o'rgandim. Bir-birini cho'qalab yuradigan joy emas, bir-birini kavlab yuradigan emas, bir butunlik joy ekanligini tushunib yetdim. Aynan islom psixologiyasida tushunib yetdim shu narsani. Qadriyatlar bilan yashaganda. Shu narsadan kelib chiqib aytmoqchiligimki, siz hozir aytdingiz-ku, ma'lum bir yoshgacha biz bilmaganmiz-ku shu narsani. Bilmaganmiz. O'sha boshimga kelgandan keyin borgan sari anaqa oramiz yomon bo'lib ketyapti. Bunga nuqta qo'yish kerak, chunki o'rtada bolalar, baribir bitta uydamiz, bitta xonadamiz, qanaqadir juda ham sovuq muhit bo'lib qoldi-da. Keyin bolalar ruhiyatidan o'zgaradi, bilasizmi? Darrov men o'zimni ham o'zim qiynalib ketdim. Bunga cheklov qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. Ular keyin men so'g'gan sari ular ham boshida yalindilar, keyin bor edi, tashlab qo'ydilar. Qarasam ketyapti. Ajrashishga sabab bo'lmaydi bu narsa. Bolalar bor. Keyin shartta chaqirdim, yursam bilan gaplashib, o'ta sansirladi. Nargiz opa, kelisholmay qolsanglar, yotog'inglar alohida bo'lib qolmaydi. Bitta joyimiz zo'r, mashalloh. Bo'lmagan. Bizning arazimiz 2 metr. Zaldan spalnigacha hech anaqa qilmanglar. Men o'zimcha o'zbekchasiga, toshkentchasiga yoki deylik, farqi yo'q. Bizning o'zbekchasiga zalda yotib olaman. Sudrab bo'lsa ham o'kirib ketadilar. Zo'r. Bu narsa yotoq ayirishga sabab bo'luvchi insight bo'lsin shu. Ha, o'shanga arazlab, mayli bu yoqqa qarab yotaman, lekin arazlashni davom etadi.
Mashallah. ular qo'ymanglar xullas ayri yotishga shayton kiradi o'rtamizga deyiladi. To'g'ri. Xullas alohida borib bitta kafeda o'tirib choyimiz pirojnimizni olib Ha, gaplashish uchun alohida kafe. ha chunki uyda bolalar bor, televizor bor, telefon bor, odam chalg'itadi. O'chirganmiz telefonlarni gaplashib olishimiz kerak. Yarim kechasi uyg'otib olaman. Ha, Yarim kechasi uyg'otib olaman. Keyin gapirishni boshlayman. Jim. xullas shunaqa qilib o'shanda gaplashib olganmiz. O'sha suhbat hech esimdan chiqmaydi-yu. Qanaqa tushungan yo'lingiz? To'g'ri qabul qilgan. O'zi xo'jayinim anaqa nima deydi? Jahldor odam emas, xushchaqchaq, hazilni juda yaxshi ko'radigan. Anaqa ham diniy, ham dunyoviy bilimga ega bo'lgan. Ayollarni hurmat qiladigan. Ha, bolalar uchun yaxshi ota, men uchun yaxshi er xullas. Mana shunaqa odam bo'lgani uchun gaplashib oldik, kelishib oldik. O'sha hurmatdamiz, izzatdamiz bir-birimizga nisbatan. Mana kafe ochilganda sal yana kelishmoqchiliklar bo'ladi, конечно. Birga maslahatlashib qilasizlarmi? Nimadir ish qilsanglar, balki hamma narsani maslahatlashaman. Hatto o'zimni shaxsiy brendim bo'yicha hamkorlar bilan hamma narsada gaplashaman. Chunki boshqa gap maslahatlashdik. Maslahatlashganimizdan keragidan ortiqcha pul ketib qoldi-da. Shunaqa bo'ladi. O'sha yana pul sabab yana qanaqadir tortishmalar bo'ldi. Norozi bo'lmadilar faoliyatingizga. Hozir har doim rozilar-yu. O'sha paytda sal anaqa bo'lgan. Nima O'zbekistonda, nima bu yerda emas, u yoqda 1 yillik olgan joyingiz arendasini ham 1 yil arenda to'laysiz, ham oldindan. Ham ishlamasa to'laysizda. Havo parasi degan narsa bor. Havo uchun pul. Agar anaqa nima deydi? Anaqasi hadavoy joy bo'lsa, Istanbuldami? Ha, Istanbulda. Qaysidir bir orolga bordik, Buyukada orolidanmi? Ularda 3 oymi 4 oy sezon bo'larkanda, qolgan sezonni ham klientlar kafega to'lab ketar ekan-ku. O'shanga o'xshagan qimmat. Xullas o'sha havo parasi ham beriladi. U ham million ya'ni turk pulida ya'ni. Bitta qanaqa foyda qilishadi? O'shaning uchun rosa qiyin. O'shaning uchun bu yoqda oyma-oy to'laysiz arendani, o'xshamasa tashlab ham ketaverasiz-da, misol uchun. O'shalarni o'ylagan holda bu yerda qilishga anaqa qilgan edik. Boshida ham ma'qulladilar-yu, sal pul ko'payib ketgandan keyin sal tortishdik. Mayli, yaxshi ketyapti. O'tgan yildan yaxshimiz. Menimcha siz ham bu qarorni qabul qilishingiz uchun ma'lum bir vaqt o'z ustingizda ishlaganingiz o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Harakat qilib. Mana shu bugun ham aynan 2 ta konsultatsiyam bo'ldi ertalab mana bunaqa narsada. Men ish boshlamoqchiman va aytyapmanki, siz ish haqida gaplashmaymiz, keling. Hozir siz aynan turmush o'rtog'ingiz bilan ajrim nimasida turibsiz. Nimaga? Men hozir dali momentda o'sha ajrim paralleldan ketaveradida, men turmush o'rtog'imga pul topib, zo'r bo'lib ketib, restoran ochib, kimligimni ko'rsatmoqchiman. Qo'limda menimcha pulim bor. Yo u pulga uy olishim kerak. Men aytyapman, uy ham olmang, ishni solmang, to'xtab turing hozir. Eringiz bilan munosabatingizni to'g'rilab oling hozir eringiz bilan. Yo'q, men o'zi kechira olmayman, boshqa yana shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti-da, muammo. Qarang. Insonni mana biznesi deylik, kayfiyatingiz bilan bog'liq-a? 100%. Voy rossa. Kayfiyat bilan 100%, chunki men xalqaro darajadagi o'sha ustozlardan dars olganman pul bo'yicha, chunki men 10 yil investor bo'lganman. O'sha banan bazalariga, qimmat kiyim-kechak bazalari, Bitcoin degan narsalar, u Ahmadboy ham qolmagan mendan. Oxirgi o'sha Ahmadboy edi. Juda katta nimada bilishadi meni yaqinlarim. Xo'p, o'shaning uchun aytyapman, barkitob ko'r, insonning ruhiy holati hamma narsaga ta'sir qiladi desa, yo'q deyapti. Qarang. Bu ruhiy holatini biznesi to'g'rilab berishiga ishonyapti. Unaqa gap yo'q. Sizning holatingiz biznesga ta'sir qiladi. Buni amallab 1 soat ichida tushuntirganman. Yo'q, men hozir mana shu qo'limdagi falon ming dollarimga restoran boshlayman. Restoran biznesi eng qiyin hisoblanadi o'zi. Juda ham qiyin hisoblanadi va men aytyapman, yo'q, men biladigan insonlarni topaman. Biladigan insonlar уже занят. Uxlab ketsa-chi? Zanit hammasi. To'g'risida, hozir hamma osoni. Shuni aytmoqchiligimki, masalan, o'sha birdaniga zo'r bo'lib ketishi yoki o'sha insonning ruhiyati o'zini faoliyatiga ta'siri borligi to'g'risida ham fikringizni bildiring. Masalan, men investorman deganim, bunday bir restoran, kafelar menda bo'lmagan, katta-katta joylarga pul tikkanman. Lekin siz o'zi biznes ichida yurgan insonsiz. Qanaqa ta'sir qiladi bilasizmi? Haqiqatda masalan, shu xo'jayinim bilan kelishib olgan bo'lsak, haqiqatda borib ketib o'sha yerda ishing, o'sha yerga shuncha pul tikib qo'yganmiz. Borib, o'tda ishlarni bitirib, ko'rishadiganlaring bilan ko'rishib, reklamalaringni olib, ya'ni kafening reklamasini, reklama ol deganda anaqasini emas, boshqalarning reklamasini emas, reklamalaringni olib ketib, jo'natib yuborsalar, mazza qilib, haqiqatda anaqa qilaman. Voy, qachon borasan, qachon kelasan? Men bitta bolalarning ovqati nima bo'ladi? Maktab paytida shunaqa bo'ladi. Baribir onasiz kirlar nima bo'ladi? Voy, men bularni dazmol qila olmayman, kirini yuva olmayman.
yani kichkina qizing nima bo'ladi u menga ko'nmaydi deb jo'natib yuborsalar shu budda tipirchilab yuramanda haqiqatdan ana ishim bitadi na buni xayolim uyda bo'laveradi ketish bo'laveradi o'shaning uchun mani xotirjam jo'natib yuboring deb anaqa qilaman xotirjamlik juda ham zarur judayam savdoyingizga ham ta'sir qiladi qiladi yaxshi 100% ta'sir qiladi savdoyingizga man sizni o'sha fikringiz bilan bitta narsa aytmoqchiman insonni ruhiy holati teng uni faoliyatimi biznesimi farqi yo'q daromadimi oyligimi premiyasimi farqi yo'q oddiy mana bankda ishlaydigan davlat xodimlari bo'ladi ularda masalan oylik premiyalar bo'ladi hattoki kayfiyatsiz eri bilan urush janjalda yurgan ayollar aytadida bilmayman bu oy menga shunaqa qo'shimcha berilmadi man aytaman axir siz tanazzuldasizku ko'rdingizmi butun hayotingizga ta'siri bor va bizda nabarot o'ylaydi ayollar masalan hozir men erim bilan urushdimku tez biznes boshlayman tez boyib ketaman boyimanda unga ko'rsataman bu manimcha biz indiyskiy kino ko'p ko'rib o'rganmizda shundan ta'siri bor deb o'ylayman aslida oson emas masalan haqiqatda biznesmenni o'g'liga turmushga chiqish tez boyish bo'lsa kerak lekin biznesmenni uni nimaga tanlash kerak yo'q biz hayotda hamma narsa ham shunaqada birovga ergitayotganingizda nimaga asoslanib tanlaysiz o'sha kuyovni yoki kelinni hamma narsa shunaqa bo'lganga o'xshab kuzatuvchi sani nimani ko'rish kerak kuzatuvchiga nima bera olasan man misol uchun o'zimni sahifam juda nima deydi aralash quralash aslida bitta anaqada ketgim keladi-yu Turkiyada mana bunaqa studiyalar yo'q o'zbekchani tushunadigan operatorlar bo'lmaganligi montaj qilib beradigan o'zbekcha montaj ustalari bo'lmaganligi uchun menda hamma narsa qarshi o'zim qilishga harakat qilganim uchun bir ikkita turklar bilan ishlab ko'rdim bo'lmadi pulim havoga ketdi o'shaning uchun mayli qandoq ketsa o'shandoq ketsin boradigan joygacha undan keyin balki bitta yo'l tanlanar deb davom etib ketaman o'shanga agar haqiqatda mani auditoriyaga beradigan narsam bor va mani tanlaydi odamlar mani ko'radi deb o'zingga uверенный bo'lsang boshlayver deb aytamanda lekin anu bog'dan tog'dan nimalardir qo'yib mani nimaga ko'rmayapti odamlar deb siqilib yuradigan bo'lsang u o'zingga ham minus umuman vaqtingni ketkazganingga ham arzimaydi yoki qo'yib borishadi man YouTube'da bir tonna anaqa videolar bor dars beradigan videolar qanaqa yurg'izish qanaqa video olish o'shalarni ko'rganda o'zingni ustingda ishla keyin video olishni boshla bog'dan tog'dan har xil videolar qo'yishadi prosmotrim bo'lmayapti nimaga ko'rmayapti yoki hattoki bitta million bo'lib qoladida aytganingizdek g'alati videolar olganlari 100 ta 200 ta prosmotr qarasa g'alati videolar yaxshiroq ketyaptimi o'sha yo'lda ketgisi keladi keyingilari unaqa ko'rilmaydi lekin xullas analiz qil agar foydasi bo'lsa hatto hamma ko'ringisi hamma tanilgisi mashhur bo'lgisi keladi oson deb o'ylashadi lekin o'zi rostdan ham tanilishi ikkita yo'li bor birinchisi oson yo'li bu sharmandagarchilikda bema'ni o'yinlar ochiq sochiq yalang'och holatda o'zingizni har turga solasiz yoki hozir eng moda bo'lgan ro'mol yechish juda ajoyib mavzu bo'ldi mayli xudo hamma uchun anaqa bilmadim bu mavzu haqida gapirgim ham aralashgim ham kelmaydi lekin biza ko'rmagan narsa qolmadi deb o'ylayman men telefonda ko'rmagan narsa qolmadi prosmotr uchun ham qilinyapti-da bu narsalar o'shaning uchun men hayron bo'layotgan narsam shu darajada ham ya'ni Turkiyada ham ya'ni men turklar uchun asosan gapiryapman bitta muzikani tanlashadi anaqa hatto o'sha muzika mashhur demak bu o'yin darajasiga tushirib tashlash qancha mashhur millionta blogerlar bor hijobli shartda keyin yechib yo maykalada keyin uni hamma kuzatish bir necha oy anaqalarini o'chirib turishadi kommentariyalarni keyin ochib qo'yishadi eski hijobli videolarini o'chirib keyin bemalol shu bilan ketaveradi mashhur bo'lishi oson u million 2 millionga chiqib bo'lgan bo'ladi reklamalar ko'paygan bo'ladi dunyo uchun moddiyat uchun o'shaning uchun yo'q aslida menimcha bilasizmi mana shu aytganingizdek rostdan ham bitta narsani aytib o'tmoqchi edim bu onalarga ham bitta tavsiya mutaxassis sifatida chunki juda ko'p ona qizlar bilan ishlayapman hozir qarang agar siz qizingizni na g'arbga na sharqqa tegishli emas odamdek tarbiyalayotgan bo'lsangiz yarmida ruscha gapiradi yarmida o'zbekcha xo'p lekin qadriyat jihatdan qaynana nimaligini bilmaydi boshqasi bilmaydi lekin g'irt o'zbekcha o'zini traditsionniy oila deymiz biza bu kuchli oila bilan quda bo'lmoqchi bo'lsangiz ular marhamat kuchli e'tiqodi bor ularni qaysi oila mahallada yoki shaharda yoki viloyatda taniqli oila bo'lsa agar masalan o'zi odobi bilan farzand tarbiyasi bilan marhamat u oilani o'zini qonun qoidasi bor sizni juda ham hamma narsani biladigan qizingiz borib qaynana bilan aytisha olmaydi ular bittada butun oila joyiga o'tirg'izib qo'yadi yoki bo'lmasa bor kelgan joyingga bor deydi man oxirgi paytda gaplashyapman juda ajoyib oila bilan quda bo'lishgan lekin qizni qadriyatlari yo'q qiz
7-8gacha rus maktabida o'qigan, undan keyin ingliz maktabida o'qigan, undan keyin boshqa. Marhamat, qiz bola tarbiyasi faqat til o'rganish yoki chiroyli kiyimlar kiyish, san zo'r degani emas. U o'sha qadriyatlar bilan katta bo'lgan oilani qadriyatli erkagida. Keyin eri yonini olmabdi, nimadir qilmabdi, onasini gapiga kiribdi. Marhamat, u oila bo'lib, shunaqangi o'rni bo'lgunicha ularni o'zini qancha nimasi bor. O'zini aniq yo'li, aniq qadriyati bor. Shuning uchun agar zo'r oilaga, yana o'sha o'zbek oilasi, o'zbek udumlari o'zini musulmonchiligini juda ham yaxshi biladi-da. Lekin bu yoqda bu qizni o'sha oilaga beradi-da, keyin baxtli bo'lishini kutib o'tiradi. Bu oila hammasi siqib, sekin nima kirib qoladi-yu, siqib chiqarib yuborasiz-ku. Zirapchaday otib yuboradi. Men bu yoqda bularni tegi toza bo'lsa ham, chunki qizi tarbiyasida topa olmayapti u narsani. Keyin aytishadi, amallashsa bo'lardi. Siz tarbiyani berishni boshlashingiz kerak. Rost qadriyatli bo'lmoqchi bo'lsa, yaxshi oilada, zo'r oilada yashamoqchi bo'lsa, marhamat, qizlarimizni ham qimmatbaho resurs bilan, qadriyat bilan, o'zini o'sha shaxsiyat tarbiyasi bilan katta qilishimiz kerak. Zo'r oila, ajoyib o'zbek xonadoni yarim yalang'och kiyim kiyib yurgan kelinni hazm qila olmaydi. Lyamkada chiqib ketgan kelinni masalan qaynotasi indamasdan tura olmaydi-da. Конечно. Ham biza juda ham zo'r, qimmat xonadonga, o'zini ambitsiyalari bo'lgan, o'zlari dunyoqarashi bo'lgan falonchilar sulolasiga qizimizni bergimiz keladi-yu, lekin biz o'sha xonadonga xos tarbiyalaganmizmi? Shuning uchun ham ajrimlar ko'p bo'ladi. Mana shu ya'ni yosh ulg'aygan sari tushunib yetasiz, oldin ya'ni bir 20 balki 25 yoshlarimda o'qigan oila, o'qigan qiz qidiryapti desa, ensam qotardi. Keyin o'sha yosh ulg'aygan sari tushunar ekansiz, haqiqatda. Hozir o'zim ham qiz, ham o'g'il katta qilyapman. Keyin har farzandlarim yutug'ini bo'lsin, boshqa narsasini bo'lsin Instagramda qo'yganimda hamma o'zini ochiq joy fikrini bildiradi-yu. O'zingiz ham misol uchun o'qityapsizmi, o'qigan kelin yoki o'qigan kuyov xohlarkansiz. Dunyoqarashi mos bo'lsin, bularni muammosida qolmay degan niyatingiz bo'ladi, to'g'rimi? Alloh taolodan shuni ham so'raysiz. Nimaga ensam qotardi? Chunki o'zim o'qiy olmaganman u. O'qigan balki bittasidirman. O'zim katta ketishmasu, balki shunaqadirman. O'shaning uchun o'qigan qidirishyapti desa, sal jahlim chiqardi. Lekin hozir unaqa fikrlamayman. Hattoki masalan Yusuf qo'ysam, ko'pchilik sizni o'g'lingizni ko'rib, qizlarim o'qityapman, balki kelin qilarsiz deb yozishadi-da. Mana shu narsaga xursand bo'laman. Qilarman balki, kim biladi, men emas-ku, taqdirini hal qiladigan Xudo. Ha. O'shanga o'qitverishsin, balki shu motivatsiya bilan o'sha qizlar zo'r bo'lib ketar. Rosa xohlayman-da. Albatta. Qizlarimni misol uchun mana siz aytgandek o'sha ma'naviyat, madaniyat hammasi o'rgatilishi kerak. Albatta. Hozir mana ulg'ayib kelayotgan yoshi подростковый возраст. Albatta. Ham o'g'lim, ham qizimda va juda koreyskiy anaqalarga qiziqib qoldi. Manga, koreyskiy nimalardir chizishga-da. Chizyapti, qaradim, juda ham chiroyli chizyapti. O'xshatib, ranglar tanlashda shunaqa chiroyli, bir-birini kelishtirib, hali rang o'tishlari ham chiroyli-da. Dedim, mana shu talantingni shunga anaqa zoya ketmasin. Manga chizish oxiratda nima deysan Xudoga dedim. Manga chizib vaqt o'tkazdim deysanmi dedim. Dizayner bo'lganda dedim. Keyin yo'q, unaqa demadim. Shuni dedim, agar ahamiyat bergandirsiz, Qur'oni Karim kitobini chetlarida naqshlar bor. Tashib san'ati deyiladi. E'tibor bermabman, lekin men endi e'tibor bering. O'sha tashib san'atiga qiziqqin dedim. Qiziqib ko'rgin dedim. Sani qo'ling kelishadi. Mayli ishlarni yaxshi ko'rasan dedim. Iqtidoringni xayrli yo'lda foydalan. San shunaqangi narsa bilan shug'ullanki, o'sha ketkizgan vaqtingni nimaga sarflaganingni javobini bera olgin. Xudoyimga keyinchalik men manga chizdim deya olmaysan, chunki yaxshi ko'rganing uchun chizganingni bilaman, lekin buni Xudoga borib bunaqa vaqtimni shunga zoya ketkizdim deya olmaysan. Mana men shu Alloh tarafidan berilgan shu kitobni yana ham chiroyli qilish uchun insonlar bundoq qaraganda mahridil ochilishi uchun go'zallikni sevadi-ku insonlar. Inson ko'zi go'zallikni sevadi. O'sha narsani chizishni o'rganishga harakat qilki, sani vaqting savobga anaqa bolani iqtidorini qurib yuborish uchun zo'r insight bo'ldi bu ham. Shunaqa anaqa qildim. Katta o'g'lim misol uchun u ham iqtidorli, lekin adalari yaxshi chizishadi. Men o'zimcha zo'r chiza olaman deya olmayman. Meni rahmatli onam chiroyli chizardilar, balki o'tgandir deyman. O'g'lim ham mana shunaqa chizishni yaxshi ko'radi, anaqa qiladi-yu. Lekin anaqa chizish bilan vaqtingni o'tkazma dedim, til o'rgangin dedim. Erta bitta oilani boshqarasan. Undan tashqari biza qaraganda bizaga qanaqadir inshaalloh men o'zim sog'liqli katta bo'lib hech kimga ehtiyojim bo'lmasin, lekin men ham xohlardim sani rohatingni ko'rishni deb, yuklanib olaman deb o'ylamasin-da. Mashalloh.
man qanaqadir yordaming tegishini xohlardim. O'shaning uchun ko'proq til o'rganib, o'zingni rivojlantirib, diksion darslari deyiladi. Nima deyiladi o'zbekchasiga? Xitob qilish darslari. Diksion deyiladi. O'zingiz haqingizda ularga aytib turishingizmi? Yo'q, xitob san'ati nima deyiladi? Auditoriyaga gaplash. Nima deyilardi? Notiqlikmi? Notiqlik, ha, notiqlik kurslari o'rgangandim. Hamma sohada kerak notiqlik. Ha, bu narsa senga hech ham zarari tegmaydi. Faqat foydasi tegsa tegadiki, zarari tegmaydigan narsalar va hozir senga kerakli narsalar. Chunki borgan sari hamma narsa shunga borib ketyapti, hamma narsa muomala bilan, notiqlik bilan. Ham internetga bog'lanib qolyapti, hamma sahifasi bor-ku, uni ham Instagramda o'shani yurg'izib olsang, ham o'zing tanlasan, brend yuzi o'zing bo'lasan. Hayoting borgan sari ham osonroq bo'ladi dedim. U dedim, bu dedim, xullas nimalardir qilishga harakat qilamiz bolalarim bilan ham. Kichkinasi ham xuddi shunaqa narsa yasashni yaxshi ko'radi. Qo'li hamma narsaga kelishadi. Birpasda 5 minutda hammaga sovg'ali tayyor. Kimgadir boraman desa yasab chiqadi. 3 minutda yasab chiqadi. Sovg'a qilishga narsa olib borgisi keladi. Hammaga sovg'a qiladi. Bolalaringiz telefondan qanchalik foydalanadi? Men masalan ruxsat bermayman foydalanishga. Hozir kanikul bo'lgani uchun bemalol ruxsat berdim. Borgunimcha, mana shu 15 kun bo'lmayman, mazza qilib o'ynalaring, undan keyin yana darslar boshlanadi dedim. Maktab bor paytida o'zim boshida bo'lib turgan paytimda kunda 2 soat maksimum ruxsat beraman. Bu kunda ma'lum bir soatlarida. O'zligi ham bilishadi soat, undan tashqari kitob o'qish sharti bor biznikida. O'zligi ham o'rganib ketishgan, kitob o'qishni yaxshi ko'rishadi. Kattalarim ham, kichkinalarim ham. Boshida qiyinchilik bo'lishi mumkin. Ayollar so'raydi-da, masalan, bolamga kitob o'qishni qanaqa o'rgataman. Boshida qiyin bo'lishi mumkin, rag'batlantirasiz, unga nimadir qilasiz, keyin u odatga aylanadi. O'zi o'qimasa bolalar o'qimaydi-da. Men o'zim ham kerak bo'lsa men bolalarimning kitobini olib, ularga o'qib berib, tahlil qilib o'tiramiz. O'zim kutubxonam bor, albatta, dadasi o'qib beradi, men o'qib beraman. Har doim bizni o'zi harakatidan ko'radi-yu, onasi nima qilyapti, otasi nima qilyapti. Onamdan eslayman-da, bizga kattalarning kitobini o'qib berardilar. O'zlari o'qib yotardilar-da, ovozli o'qirdilar, biz eshitardik. Chiroyli o'qirdilar. Rolga kirib, men ham rolga kirib o'qishni yaxshi ko'raman-da. Qizim shundan eng kichkinasi kitob o'qisa, ertak kitoblar o'qisa juda rolga kirib artist bo'lib ketadi. Keyin maktabida ham buni sezishdi shekilli, ham hikoya yozish anaqasi chiqdi, uni hikoyasi chiqdi maktab kitobida. Ham har bayramda uni anaqa qilishadi. O'rtada diktormi nima deyiladi? Suxandon sifatida chiqarishadi. Bo'lmasam 7 yosh, lekin juda chayrgina-da. Ham mana yoshingiz katta bo'lgan sari farzandli bo'lsangiz, o'sha kuchli bo'lib qolaveradi. Ham tajribali, ham katta farzandingiz aqlliroq bo'laveradi. Xo'p, Nargiza opa, 20 yoshli Nargizaga nima degan bo'lardingiz? Hozir qarshingizda 20 yoshli Nargiza bor. Nima degan bo'lardingiz? Hamma narsaga siqilavermadirdim. Juda siqilib yurgan yoshlarim edi. Nima bilan ko'ndirardingiz o'sha siqilib yurgan Nargizani? Hozirgi kunlarim bilan. Nima gapirardingiz bir-biridan hali bir-biridan shirin farzandlaring bo'ladi. U ishonadigan gap aytishingiz kerak. Unga bir aniq yo'l bering. Ko'rsating. Mana shu yo'ldan yur deb. Nima degan bo'lardingiz? Yo'q, hech narsa seni siqilishingga arzimaydi deb aytardim, bor yo'q yani. Lekin chunki o'sha paytda juda ham stressli edi. Ammo aytgan bo'lardim, o'zing haqingda o'rgandirdim. Faqat o'zing haqingda o'rgan. Nima uchun yaralgansan? Seni bu hayotdagi maqsading nima? Shu haqida o'yladirdim va o'sha narsa doim senga yordam beradi deb aytgan bo'lardim. Chunki har birimizni tajribadan o'tganimiz sari orqamizdagi o'zimizga aytadigan gaplarimiz, xulosalarimiz bo'ladi. Ha, yaqinda bitta siz rosa o'zgarib ketibsiz. Men sizni necha yildan kuzataman, o'sha paytda Nargiza bilan hozirgi Nargizani taqqoslasam yer bilan oson. Nega o'zgarmasligi kerak? Farqingiz bor debdi-da, men aytdim. 10 yil oldingi Nargiza bilan hozirgi Nargizani ham farqi bor, 20 yil oldingini ham farqi bor dedim. Fasl o'zgarsa, Toshkentga bir 6 oy kelmay ko'ring-da, nimalarni ko'rasiz. Voy, men bu joyda, voy deb men Xorazmga bir 2-3 yilda bir boraman. Deyman, вообще tanimayman. Masalanda o'shada o'zgarish tabiiy holat dedim. Nima buni bunaqa anaqa tabiiy holat yozdim-da, men ham erimga yozdim. Gaplari juda g'alati eshitildi-da. Siz dedim, o'zingizni o'sha necha yil oldingi o'zingiz bilan taqqoslab ko'ring, o'zgargan. Eng xavfli odam qotib qolgan odam. O'shada miyasi qotib qolgan inson. Конечно, o'zgaraman. Men har bir yilim bitta tajriba, har bir o'tkazgan yo'lim tajriba, o'zgaraman. Ha, o'sha paytda balki ahmoqroqdirman, soddaroqdirman. Hozir ko'zim ochilib qoldi, Xudo ochib qo'ydi ko'zlarni ham dedim. Ya'ni bu o'zgarish yomon tomonga o'zi kibrlanib ketibsiz. Nima qilman deb kibrlanib ketaman. Balki insonning hech qaysi xatosi o'ziga bilinmaydi, balki noto'g'ri, balki muomala qilib qo'ygandirman, bo'lishi mumkin. Bir insonga kibrli yoki yana nimadir qilish uchun, masalan, baho berish uchun inson ojizda u narsada, ya'ni inson zotiga inson baho bera olmaydi. Mana
siz ham ko'pchilik bilan suhbat qilasiz, men hamda bir xilgina bo'ladi, настроением yo'q paytida yozib qoladi, balki o'qib bergandirman, o'zim ushlab turgan taqdirimda ham ovozim o'zi qo'pol, голосовойlarda yanada qo'pol eshitilishi mumkin. Mani o'z ovozim o'zimga hech qachon yoqmagan, sal nежныйroq emasmanda. Yo'q, normal lekin. Anaqa gapirishim ham shartta gapiraveraman, anaqa qog'ozga o'rab anaqa qilmayman, balki shunaqa paytga to'g'ri kelgandir. Kayfiyatim yaxshi bo'lganda, chunki mana nechta odamni ko'raman, taniyman, kafega har kuni meni ko'rgani kelishadi. Bilasizmi, keyin eng katta auditoriyam yosh katta onaxonlar. Yosh katta ayollar. Kelishadi, deb voy qizim sizni yaxshi ko'raman, siz qanaqa qiyinchiliklardan o'tgansiz, xuddi o'zimni ko'raman, xuddi mani hayotimda deb ko'p gapirishadi-da. Bir ham kamtarsiz, bir ham samimiysiz deyishadi-da. Unaqa maqtovlarni ko'p eshitib deyman-da. Bu kibrlisiz degan gapi menga sal anaqa og'irroq keldi. Yo'q, ba'zi insonlar bor, Nargiz opa, qarang, psixologiyada shunaqangi jarayon bor. Bu narsani ummatlar Saidini hayotidan ham bilsak bo'ladi. Qarang, u insonga Abu Jahl kelib, "Sen dunyodagi eng xunuk insonsan" deydi. Va u insonga Abu Bakr Siddiq keladida, "Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni oy bilan sizni tanlanganida sizni tanlayman" degan chiroyli gap aytadi. Bilasizmi, ba'zida insonlar o'zini qalb holatini ko'rar balki. Men bu narsaga o'zimni nafs islohim ham bor. Lekin menimcha o'ylayman, masalan, mana rulda ketayotgan paytingizda ba'zi erkaklar jahl qilib signal bosib nimadir qiladi. Men aytaman, shu erkak ayoli bilan urushib chiqdi hozir uyida deyman. Menga ta'sir ham qilmaydi u narsa. Chunki u kimdandir alamini olish kerak-ku. Men shu narsani to'g'ri tushunishga qaror qilganman oxirgi paytlarda. Bu inson balki siqilib turgandir. Masalan, oddiy kafega kirsangiz ham ba'zi ofitsiantlar xumragan holatda yonsiz. Kim aytman, "Nima bo'ldi, turmushga chiqamsiz, oilaling, siz gapga solish boshlayman. Keyin juda bo'lmaganda sizga bitta kurs hadya qilaymi?" deb hadya qilib ketaman keyin. Ha, u keyin yig'lab gapirib berishi ham mumkin. Men o'sha kuni yalta kelgan edim yoki uysiz qolib ketgan edim, meni ijarachim chiqarib yuborgan edi deyishi mumkin. Lekin u nima qilsin, inson-ku, qalbidagi holatidan kelib chiqib bildirib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Siz aytdingiz-ku, jahlim chiqqan, alamzada paytim bo'lishi mumkin, xafa bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu shunaqa holatdan bo'lishi mumkin. Inson endi har doim biza kulib, tabassum qilib, iloji yo'q hammaga yoqaman. Imom G'azolining ajoyib gapi bor. Bu meni shiorim. Insonlarning qalbidan joy olaman deb o'ylashlik bu nolga teng. Men minus nolga deyman. Harakat qilganing natijasi nolga ketaverganidan stressga kirasan. Ya'ni menimcha hech kimning ko'nglidan joy Xudoni rozi qilishni o'ylash kerak faqat. Odamlarni rozi qila olmaysiz. Nimaiki bilim berishimdan qat'iy nazar, nimaiki ayollar bilan gaplashishimdan qat'iy nazar, o'sha oldinga olib chiqqan shiorim bor. Oila mustahkamligi, ajrashmoqchiman desam, men ishlamayman hech kim bilan. Va bu degani men kimnidir ajratmayman. Shunchaki ajrim qaroriga sherik bo'lishni xohlamayman. Chunki men ikkala tomonning qozisi emasman. Balki rostdan ham ayolda ayb bo'lishimi, balki erkakda, men bilmayman. Unaqa insonlarga motivatsiya bermayman hech qachon. Tardilar rahmatli, chiqaman desa er yomon, qo'yaman desa xotin yomon. Ha, o'shanisi bor. Tomonni ham bilmaysiz. Nima sababdan deyshadi? Men aytaman, shunchaki bu ishga sherik bo'lishni xohlayman. Chunki sherik bo'lasizda. Agar shu niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, men bu yoqqa davom ettira olmayman siz bilan deb xayrlashaman. Agar oila tiklanishi kerak bo'lsa, yorim bilan maza qilib yashamoqchimiz, zo'r yashamoqchiman desa, marhamat. Keyin o'sha boya gaplashdik-ku biz, hozirgi qizlarda qaytib kelish masalasi juda ham aytgandek, juda obro'li xonadonga kelin bo'ladi. U xonadon sekin bu qizni chiqarib yuboradi kelgan joyiga. Yo'q, kerak emas qizinglar, o'zinglarda qolaversin deydi. Aynan mana shu narsalarda o'zimizning o'zbek ayollarimizga ham sharq qadriyatlari kerak. Bu shuning uchun ham men haqiqatdan ham sharq ayoli mualliflik darsini yozganman. O'sha ummat onalarimizdan qimmat ayollar yo'q. Aslida bu yerda boya ochiq sochiq haqida gapirdik. Bir paytlardagi Angliya qirolichasini ham etagini ko'tarib ocha olmagan hech kim. Yo'q, hali musulmon bo'lmagan. Perchatkada bo'lgan ular qo'lqopi, ularni badanini ko'rmagan hech kim. Hali ham shunaqa o'sha oilalar. Bu qimmat resurs hisoblanadi. Bu yerda hech kim hech qanaqangi narsaga targ'ib ham ketayotgan. Qimmatlilik bu sal yopiqroq bo'lishlik. Bu har doim dunyoda ha hi qilib tabassum bilan yashay olmaysiz. Aslida doim irshayurgan insonni hayotidan haybati va savlati ketadi. Inson jiddiy aslida. Jiddiylikni o'ziga olishi kerak masalan. Aynan mana shu ummat ayollarini o'zimni hozir endi yaqinda ham rejam bor, shu chet elda dissertatsiya yoqlab kelish niyatim bor. 70 ta buyuk ayolni taqdirini o'rganyapman. Hali zo'rg'a 20 tasiga yetib keldim. Va o'sha sharq ayolining ichiga ummat onalarini qo'shdim. Va bu yerda nima og'riq bor? Onalar farzandini to'g'ri tarbiya qilishi kerak. Nimaga? O'zidan. Chunki biz na g'arbga tegishli emasmiz yarmimiz. Na biz bundoq bir sharqqa tegishli emasmiz. Lekin biz har doim qudalarimizdan odob, axloqni, hayoni talab qilamiz. Bizga nisbatan haqorat qilmaslikni talab qilamiz. Demak, bizda qachonki qadriyatlarimiz o'zimiz tushunib yetamiz, kimligimizni tushunib yetamiz, ana o'shandagina menimcha to'g'rilanib ketadi ko'p narsalar.
Biz o'sha o'zimiz qaysi tomondaligimizni bilmasdan turib doim oilada janjallar bo'ladi. Eridan romantika kutadi. Indiyskiy kino ko'p ko'rgan, turk serialini ko'rgan xonim, lekin er bechara jaydari o'zbek erkagi, u bechara nima deyishni bilmaydi. Ana keyin men bu internetdagi mana bu blogerni So'lahmon erini ko'radi, cho'kkalab tiz cho'kib romantika qilganini mana bu erdan kutadi. Ana keyin bu yerda aql gangishi bor. Agar biz haqiqatda qimmat ayollar, ummat onalarini o'rgansak hayotini, o'sha Bibi xonimdan tortib, o'sha Xadicha onamizdan tortib, har biri mana masalan siz tadbirkor ayolsiz, tadbirkorlikda bizani ummat onalarimizdan juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Ehsonini ham, tadbirkorlikni ham, o'zi pul topgan ayolni eri bilan munosabatini. Bizda hozir ko'p pul topgan ayol nima qiladi? Voy, srazu boshqacha bo'lib qolishadi. Birinchi nima qiladi? Kerak emas degan qizil bayroqni ko'tarishni boshlaydi. Shunaqa. Nechtasi ajrashib ham ketdi o'zbek Bu blogerlar. g'arb e'tiqodi. Bu buzuq e'tiqod hisoblanadi. Aslida pul, moddiyat, masalan, ba'zida yoringizdan ko'p pul toparsiz, ba'zida kam pul toparsiz. Bu siz munosabatingizga aralashish kerak emas. Mana shu narsalarni tushuntirish uchun sochlarim oqarib ketdi deyman. Aynan javob qayerdaligini men topdim. Javob ayol shaxsiyatini qimmatlashtiradi. Shaxsiyati qimmat bo'lishi uchun nima qilamiz? O'sha ummat onalarini o'rganamiz. Ular qanaqa? Chunki o'rtada mana bu sovet paytida buzilgan-ku hamma narsada, bizda ilm olib qo'yilgan, to'g'ri insonlar yo'q qilingan, xalqning ongini o'stiradiganlar hammasi tozalab tashlanilgan. O'sha o'rtadagi bir xaos borda bizda. O'sha aytdim-ku, na bu yoqqa g'arbga tegishli emasmiz, na sharqga motivatorlar chiqadi, rus motivatorlardan nimanidir perevod qilib bularga beraveradi. Qarasa, u eriga gapirayotgan gapidan beo'xshov eriga yoqmayapti, eri uni qabul qilmayapti. Mana shunaqa isyon. Bu shuning uchun ham men aynan mana shu yechim qayerdaligini men topganman to'g'risi. Tamom, ayol shaxsiyatini qimmatlashtiradi, boshqa yechim yo'q. Chunki anu muammoni ham kavlab ko'rdik, mana uni ham kavlab ko'rdik. Hammasiga bosh suqmagan joyimiz qolmadi. Va oxiri tushunib yetdimki, bu islom psixologiyasida aniq ochiq oydin ko'rsatilgan eng qimmat insonlar shaxsiyati o'rganiladi. Ular nima qilgan, qanaqa qadriyatda bo'lgan va haqiqatdan ham o'zini gapiga, so'ziga ega bo'lgan insonlarning haybati bo'ladi. Seskanib, ana hurmat bilan tiras masalan. Shuning uchun menimcha hammamiz har kimga yo'rg'alamasdan o'zini oilaviy qadriyatlari, munosabat ustidagi va erkak ayol chiroyli munosabatda bo'lsa, bolalar albatta ko'chiradi. O'zim masalan tarixini bilgan xalq kuchli bo'ladi-da. Tarixini bilmasa qatdan kuch, ya'ni men orqamda kimlar borligini bilsam bemalol yura olaman. Men hozir ham misol uchun orqamda xo'jayinim bor deylik. Alhamdulillah. Bitta davlatni tarixi hammani hayqirtiradi-da. O'zidan o'zi kelib bosib keta olmaydi. Bular palonchilarni anaqasi, davomchilari, nasllari. Bularga xato bo'ladi, bularni kelib bosishimiz deb hayqirib turishadi. O'shaning uchun ayollar ham umuman bolaga eng birinchi tarix o'rgatish kerak. Men o'zim tarixda zo'rman deya olmayman, lekin o'g'lim Xudoga shukr o'zi qiziqib zo'r narsa tarix. O'rgatdim qizlarimga. Men tarixni juda ham yaxshi ko'raman, tavsiya qilaman. Ham diniy, ham dunyoviy har taraflama tarixni o'rganish faqat plus bo'ladi. Juda ham zo'r. Turklar ayniqsa o'zini juda ham yaxshi bilishadi, o'sha Usmoniylardan boshlab tarixlarini rosa hurmat qilishadi, bayrog'ini o'lib qolib shu vatanim deb anaqa qilishadi. Zo'r tuyg'u-da bu. Biz Amir Temurdek bolamiz bo'lishini istaymiz, lekin Amir Temurning onasi otasi anaqa unga qarab anaqa qila olmaymiz, to'g'ri. Ammo ularni hayotini o'rgangan paytimda endi bildim deganman. Endi bildim qanaqa yashash kerak. Mani adalari qirg'izistonlik o'zbeklardan bo'lishganda, balki qirg'izlar ham bordir ularni urug'ida. Aniq bilmayman. O'g'limga aytaman, "San deyman, juda omadlisan-da, ham Chingizxon bor, ham Amir Temur bor, ham Usmoniylar bor. Sani qoningda rosa kuchli bo'lishing kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi" deyman. Kuladi, to'g'ri. Bizani Xorazm ildizi o'sha Xorazm turklaridan bu yoqda Usmonli imperiyasigacha men o'rganib chiqqanman-da. O'sha o'zi bu yoqdan Xorazm nimasidan turklaridan bu yoqqa ketganda, keyin o'sha tarixni o'rganganda ham mazza qilganman keyin. Ha, o'zingni tarixingni bilish rosa kuchli narsa, tarixni bilish yomon emas. Endi balki maktabda tarix zerikarli bo'lardi, to'g'risini aytsam, balki o'qituvchimiz zerikarli o'tardi, o'zini uyidagi narsalarni. Yana bir martani aytib bir narsani aytaman, ChatGPTdan o'rganmanglar. Men ChatGPTdan tarixni o'zim kitobda o'qiganimda Amir Temurning ayoli Bibi xonimni salkam noto'g'ri narsaga chiqargan, ChatGPT bilan urishib ketganman. Yo'q, u anaqa yo'q. Shunchaki bizga kerak emas narsalarni targ'ib qilish uchun u chiqarilgan aslida. ChatGPTga suyanishadi. ChatGPTga aytganman, "Sen bu mitti miyang bilan Amir Temurning xotini haqida noto'g'ri ma'lumot beryapsan, o'ylab gapir. Bu Temurning xotini." Salkam uni yengil tabiatga chiqarib qo'yganda, aslida u boshqa narsa bo'lgan. Chunki Bibi xonim haqida qaysi ummat onalar haqida o'rgansam, plus ChatGPTga tashab ko'raman. Qani bu nima derkin? Albatta noto'g'ri falsafani qo'shadi ichiga. Qo'shadi, keyin bu yoqda mana eshitadi gapini. Anaqasi o'zi shu-ku, bizani
manqurtlashtirish ularga bog'liq qolishimizni o'shanga ishontirib ham qo'yishadi. O'shaning uchun faqat telefonga bog'lanmasdan kitob olib o'qish ensiklopediyalar nima shart. uchun, kitoblar nima uchun? O'shada kitobdan yaxshi do'st yo'q. Man shunaqa qilib o'sha eng buyuk onalarni o'rganib, hozir shu bo'yicha ketyapman. Xuddi shu yo'nalishda ketgan. Men bundan zo'r yo'nalish bor deb o'ylamayman. Ayol shaxsiyati uchun aytganingizdek bir davlatni bosib olmoqchi bo'lsangiz, u davlatni oilalari parokanda bo'lsa, oilani kim parokanda qiladi? Ayol kishi. Chunki ayol ham kislorod, ham yuragi. Ham kislorodi, ham yuragi hisoblanadi. Urib turgan yuragi. Farzandlarni tarbiyalovchisi ham, shajarangiz davom etadigani ham har bir ayol kishi mancha o'sha ummatlar sayyidini oldiga kelib, o'g'limni o'qitaymi, qizimni deganda hech o'ylamasdan qizingni deb bekorga aytilmagan. Har bir ayollar nafaqat diplom ma'lumoti, men hayotda o'qish kerak deb o'ylayman. Tabiiylikni o'rganish kerak. Hozir hamma narsa suniylashib ketgan. Ham bitta narsada sizni hurmat qildim, Nargiza opa, tabiiy ekanligingiz. Masalan, makiyajsiz. Hozir masalan yoshlar katta 50 yoshli ayollar bilan gaplashsangiz ham o'zlarini juda ham beo'xshov holatga solib tashlashganini ko'rasiz. Men tabiiylik tarafdoriman. Chiroyli bo'lib yurishsin, lekin har tomonlama o'zini burg'alayvergan ayollarni ham psixologik juda ham inqiroz ketayotganini bilaman ichida. O'zi shundoq ham har bir ayol o'ta go'zal, o'ta nafosatli. Menimcha agar shu go'zallikni qalbimizga, undan keyin oilamizga ko'chirsak juda ham yaxshi bo'lardi. Siz bilan uchrashishdan, gaplashishdan maqsadim bir oilani agar ajrim arafasida erini kavlab turgan bo'lsa, qayin tomoni yoki bu yoqni muammolari bilan turgan bo'lsa, to'xtasin maqsad edi. Ilm olishsin, o'z ustida ishlashsin deb men har doim aytaman. Kim nimani so'rashdan qat'iy nazar, menimcha har bir ayolni o'zini erishgan darajasi u uni mehnati bo'ladi. Osmondan yoki menimcha ota-onasi bermaydi deb o'ylayman. Hech kimga bermaydi, afsuski. Siz ham tavsiyalaringiz ayollarga qanaqa tavsiya berasiz? Masalan, chet elda yashagan baxtli bo'ladimi, bu yoqda baxtli bo'ladimi, u yoqda baxtli, o'zi baxt tushunchasi haqida fikringiz? Baxt o'zi aslida huzurda. Mani Turkiyada yashayotganim eshitganlar, ayniqsa erkaklar. Darrov bilasiz, boshqacha fikr bildirishadi. Vatanga duo bir narsalar yozib tashlashadi-da. O'zi aslida biz bittamiz-ku, hammamiz. Men uchun masalan bir butunlikda deb o'ylayman. Men ular meni o'tmishim bilmaydi, kelajagimni ham taqdir bilishmaydi. Shunchaki Turkiya tegdimi bo'ldi, vatanga duoga chiqarib qo'yishadiki, o'ylashadiki, men o'tga qanaqadir ish qilgan borganman-da, keyin majburlikdan erga tegganman. Lekin bu Alloh birinchidan bizga yozgani, ikkinchidan hamma ham xohlaydi aslida mahalladan chiqmaslikni. Vaziyat boshqa bo'ladi. O'shaning uchun birinchidan huzur bor joyda baxtli bo'ladi inson va bu Turkiyami, Afrikami hech farqi yo'q. Qayerda men huzurli bo'lsam, o'sha yerda baxtli bo'laman. Va tavsiyam nima degan bo'lardi? Masalan, turmushga chiqayotgan qizlar birinchi 5 yil обязательно qiynaladi, hamma qiynaladi. Zug'um bo'lmaguncha ajrimni o'ylash kerak emas. Masalan, urib o'ldirib qo'yayotgan bo'lgan joyda, kalta yeyveradigan joyda ham yashab bo'lmaydi. Sani agar Allohga bo'lgan vazifalaringga qarshilik qilayotgan bo'lsa, bu любой narsa bo'lishi mumkin. Любой vazifada, dinda bo'lgan, dunyoviy, diniy vazifalarda qarshilik qilayotgan. Ayol kishini toqatidan ortiq narsalarga zo'rlayotgan bo'lishi mumkin. O'shada shunaqalarda zo'rlab yoki sabab besabab uraveradigan joyda turishni ham xohlamayman, chunki mayub majruh bo'lib qolganda u keyinchalik hayotini ham yasholmaydi. Ikkinchi turmushini qura oladimi, qura olmaydimi, kim biladi. Kasal odam hech kimga kerak emas, ishoning. O'shanga agar zug'um bo'layotgan bo'lsa qochish kerak, dinda ham shunaqa deyilgan, zug'um bo'lgan joydan qochgin degan. Zug'um yo'q bo'lsa, qanaqadir mayda chuyda chikir gap so'zlar sabab bo'layotgan bo'lsa, o'ta faqat sabr qilish kerak. O'tib ketadi chunki o'simlar bilan tortishuv, qaynota bilan tortishuvlar, ular o'tib ketadi. Eringiz bilan yaxshi bo'lsangiz-da. Eng asosiysi oiladagi baxt formulasi bu menimcha er bilan juda ham chiroyli kelishib ketish sabr bilan duo, sabr, shukur-da. O'zi menda anaqam har doimgi shiormi deylik. Duo qilasan. Men shukurni ayollarga men bunaqa gapirib beraman. Harakat 99% harakat va 1% jim turib gap qaytarmasdan Alloh taolodan yechim kuting. Bu duo, sabr, shukurni ham qarang. Oldin duo qilasiz, keyin kutasiz. Sabr qilib kutasiz. Keyin natijasini ko'rasiz, shukur qilasiz. Va o'sha kelganiga shukur qilasiz. O'shadek. Buni hamma o'zini anaqasini qo'yib olgani, eng to'g'risi duo, sabr, shukur. Agar duolaringda masalan kechqurun turib ham namozlar o'qiladi, o'sha sani duolaring agar ma'lum bir muddatgacha ijobat bo'lmayotgan bo'lsa, balki o'tdan qochish kerakdir. Balki. Har doim emas u. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham o'sha aytganingizdek Alloh taolo bergan jonni olib qo'yish ehtimoli bo'lmasa, u oilada men aytaman 0.001% shansing bo'lsa ham saqla. Chunki oila buzilganidan keyin ham erkakda ham ayolda bitta imoratni noldan buzib tashlab qaytadan qurgandek bo'ladi. Uni endi xotira borda insonda. O'sha o'tmishni o'ylayveradi. Ayollar ko'pincha afsusi bo'ladi. Siz aytdingiz-ku, faqat tug'ruq xotirasi o'chib ketar ekan.
da o'sha to'g'ri xotirasi o'chadi, boshqasi Boshqa narsa albatta turadi. ichingizda turaveradi. Ha, lekin bu yerda menga qo'l ko'taradi deydigan ayollarning gapi bor. Balki u o'sha tilini yomonligidan ham kaltak yeyishi mumkin. Unga o'zi sabab bo'lmasa. U bahona haqida gap ketmayapti. Men nimaga auditoriyamda men chaynab beraman. Chunki oddiy bir gapingiz boshqa falsafaga aylanib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun maydalabdan tushuntirib aytib beraman. Lekin meni har doimgidek niyatim baxt insonni huzurida, siz aytgandek, bu qalbini xotirjamligida, baxt bu farzandlarimga aytaman, o'zingni aniq bilib turishingda. Inson nimani xohlaganini bilmaganida arosatda yashaydi, faqat qiynalib yashaydi. U nafaqat o'zi butun oila a'zolarini ham qiynab tashlaydi. Nimani xohlashini Xuddi boya aytib berganimdek. Qaradim, bo'lmadi, oxiri butun xohishlarimni gapirib oldim dedim. Eng zo'r narsa gaplashish. Men albatta gaplashaman, ichimdagi gapimni aytaman. Men yosh bola emasman, xo'jayinim yosh bola emas, уже arazlab yurishdan gina qilib o'zi arazlash yo'q, to'g'ri kelmaydi oilada. Menimcha nimaki bo'lishidan qat'iy nazar, bugungi suhbatimiz chiroyli, siz uchun ta'sirli bo'ladi deb o'ylayman. Aytganimdek, boshidagi maqsadim ham shu edi. O'sha birinchidan sizni oilangiz va chet mamlakatda yashaganingiz, siz aytdingiz, erkaklar nima deb tushunmay, hech o'ylamas ekanman shunaqa deb. Masalan, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, musulmon inson bilan musulmon insonning turmushini men normal qabul qilar ekanman. Menga masalan hech qanaqangi bir emotsiya yo'q u narsada. Tabiiy qarayman, bo'lishi mumkin degandek. Har xil fikrli insonlar bor. Menga masalan qiziqmas, Arabistonga turmushga chiqadimi, Turkiyadami, bilmadim, bir hammasi birga deb o'ylayman men. O'zimcha shunaqa deb o'ylar ekanman. Siz bilan men shunaqa deb o'ylayman. Bu meni fikrim, lekin shu fikrimda qolaman. Bu to'g'ri fikr. Mana shu fikrimda qolaman. Nimaki bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha oilasidagi baxtni ayol kishi o'zi yaratadi. Turmush o'rtog'i bilan munosabatida ham ko'pincha ssenariy yozuvchi deyiladi. Mana psixologiyada inson o'zini ssenariysini zikr orqali, gap orqali, o'zi haqidagi fikr orqali. Neyrobiologiyani bilasiz, ilmiy fan bu ham. Inson o'zi haqidagi fikri o'ziga moddiy qaytadi. Men o'zimni kim deb o'ylasam, o'shaman. O'sha fikr qaytadi va o'sha oilaviy munosabatlarda ham meni erim falonday, men omadsizman, men becharaman, men undayman deb tinmasdan o'sha affirmatsiya deymiz, musulmonchasiga zikr deymiz. O'sha gaplarni takrorlayversangiz, taqdiringizga albatta yozilmasdan qolmaydi. Chunki biz tinmasdan so'rayotgan bo'lamiz shuni. Va podsoznaniyada hech qachon bu ijobiy narsa so'rayapti, bu yomon narsa, sen endi baxtsiz bo'lasan tushunchasi yo'q. Uyimda odamlar ko'p bo'lishini xohlayman desangiz, azab bilan ham olib kelib beraveradi. Ya'ni siz nimaga uyimda odamlar ko'p bo'lishini xohlayman deyurdingiz? Unga farqi yo'q sizga. Azab bilan olib keladimi, tug'ilgan kun bilan to'y bilanmi farqi yo'q. Anaqada ham duo qilganda ham bunaqa bo'lsin, xayrli bo'lsin. Bu xayrsiz ham bo'lishi mumkin-ku. O'shaning uchun oxirgi paytlar men uchun nima xayrli bo'lsa, ichimdagi duolarimni bilasan Xudoyim deyman. Albatta. Aytolmaydigan gaplarim ham bor, lekin miyamda bilasan deyman. O'sha men uchun xayrli bo'lsin deyman o'shalar. Albatta. Ya'ni xayrli bo'lmasa menga kerak emas. Albatta. Mashina so'rayapman, balki misol uchun aytyapman, mashina haydash anaqam yo'q-ku. Balki avariya bo'lar, bu narsa bo'lar. Nimagadir sabab bo'lar. Bo'lmayaptimi? Berilmayotgani ham xayrli demoqchisiz. O'shada, bo'lmayaptimi demay, sen uchun o'sha xayrli yani. Albatta. O'sha narsani qabul qilishni o'rganish kerak demoqchiman. 100% hozir esimga soldingiz. Ayollar, erim xiyonat qildi, boshqa bir ayol hayotimizga kirib keldi. Men aytaman, xayrini topib beraymi sizga? Qanaqa xayrli tom? Siz ruhiy rivojlanishni boshladingiz, siz o'zgarishni boshladingiz. Siz eringizga sevaman deb aytishni boshladingiz, eringizni qizg'onishni boshladingiz desam, deb xayrini topishadi. Har narsa biz uchun xayrli xizmat qiladi agar fikrimizni o'zgartirsak. Har narsa, o'sha kelgan hayotingizdagi qiyinchilikni men har doim shu narsani takrorlayman. Robbim mana shu hayotimga kelgan qiyinchilikni menga xizmatkor qilgin. Menga xizmat qilsin, nima uchun? Baxtim uchun, huzurim uchun va men shunga roziman. Sen nimaiki bergan bo'lsang, hammasi to'g'ri bo'ladi. Agar hayotimda bir qiyinchilik bo'lsa, demak qaysidir xatoyim uchun menga anglatyapsan. Va bu narsa haqiqatdan menga baxtim uchun xizmat qilsin deb doim takrorlayman va shu bilan zo'r bo'lib ketadi. Yana shu gapim men har doim aytadiganim, oila ajrashishiga sababchi bo'ladigan asosiy narsadan boshqasiga ko'nmang va ruhiyatingiz bilan rivojlaning, farzandlaringizni to'g'ri tarbiya qilishda va menimcha e'tiqod masalasida, qadriyat masalasida har kimga ergashmasdan o'zimizni kimligimizni o'rganishimiz kerak. Men bugungi efirdan juda ham mamnunman. Siz bilan mazza qilib samimiylikda gaplashdim va bugungi obunachilarimga albatta eshitib ko'rib bizani va undan keyin sharq ayoli deb yozasizda o'zingizni Nargiz opam yoki men haqimdagi fikringizni yoki o'zingizni subyektiv fikringizni yozasiz. Albatta sizni kodingiz sharq ayoli bo'lishi kerak. Men o'zim obunachilarimni ichidan, balki siz obunachilaringiz kuzatishi mumkin. Nargiz opa, farqi yo'q, kim bo'lishidan qat'iy nazar 5 ta ayolga o'sha mualliflik meni kursim, bu men xudo xolasa kelajakda ilmiy ishim bo'ladi. Unga tayyorgarlik ko'ryapman. 5 ta insonga, ya'ni kafolatlangan terapiyamga 5 ta insonga bepul hadya qilaman va bitta inson bilan foydali nonushta o'tkazmoqchiman. Aynan shu videoni tagida. Shu bo'lsa men ham borarman. Albatta, xudo xolasa.
nasib bo'lsa hali birga keyingi podkastlarda ham bo'lamiz hali xudo xohlasa nasib qilsa endi bu yog'iga davom etamiz yana yaxshi fikringiz bilan yaxshi gapingiz bilan bugungi efirimiz hammaga xayrli bo'lsin aytganimdek o'sha sizga atab qo'ygan hadyam bor va keyingi efirlarda ko'rishguncha man sizlarni yaxshi ko'raman nurizlilarim har doim sizlar bilan birgaman